Assalomu alaykum. Ekran oldi qarindoshlar, hammanglarga Abdurim G'aniydan salom. Assalomu alaykum To'g'liqqa, Mavlanka. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga naq maydondan qatnashib berganlarga rahmat aytaman. Ekranimizga xush keldinglar. Hoş geldin. Ve aleyküm esselam. Ve aleyküm esselam. Ekranı belgeden koy. Rahmet fuka. Rahmat sizlarga. Biz oldingi haftada Amerikaning zamin sedarish tarixi nazar deb Amerikaningki Amerika bulab, yani Amerika Qo'shma Shtatlari qurilgan tortib hozirga qadar Amerika tarixida har qaysi setib olgan zaminlarni haqida qisqacha so'zlab shuni tushundirgan. Uningdan keyin buni navbatda bo'layotgan masalalardan, ya'ni Donald Trumpniki oldingi jilnisi Rojdestvo bayrami munosabati bilan Panama, Gerland orolini setib olish ham Kanadani Amerikaning 51 shtati qilish haqidagi bayonotidan keyin bu dunyoda kuchli g'ulg'ula bo'lib ketdi. Buning biz vaqtimiz yetmagan. Bugun mush temada haqida paranglashimiz. Bu temani boshlashdan ilgari Amerikaning Los Anjelesda g'oyat zo'r o'tapit yuz berib bir qancha kun bo'ldi. Televizorlardan, ijtimoiy tarmoqlardan ko'ryapmiz. Bu o'tap nihoyatda kuchli shiddat bilan ulg'ayyotdi. Amerikalik qarindoshimiz salomat ekanligi haqidagi xabarlarni anglab xush bo'ldik. Jumladan shu o'tapga uchirgan barliq Amerikaliklarning tezroq asli kelishi, o'tni tezroq o'chib, xalqni omon qilishini tilaymiz. Shu o'tap haqida o'lib ketgan yordamlarga istash qilamiz. Bu haqda shu Los Angeles shahrida yashayotgan Mavla Yos akimizning shu o'tap haqida bir ikki qisqacha bir so'zlab bergan bo'lsa, akam programmaga ketdilar. Mavlanka. Buldu hem de bizning o't afeti intayin kuchliq. Bu Amerikaning tarixi desa oldu eng cho'ng o't afat kirdiki. Endi men tug'an masalan Los Angeles ila g'uljiga o'xshab ketdi. 3 tarafi tog' mayaqa tinish o'qigan. Hozir 3 yil tog' kuyib bu kuyishning gayla bir odam qo'yibdi deydi, gayla uzligidan bo'ldi deydi. Texi aniq isbot birimi yo'q, hukm yo'q. Masalan, ma uyim tug'ansam shu 3 tarafga tog'da, ma 2 tarafga tog'da hozir lovuldab kuyib-o'tdi-da o't. Bu o'tning intayin. Hozir o't kuyib, masalan, tog' ichida tog'larning o'tirib bo'lgan nurg'un uylar bor. O uylardan kuyib tugab ketdi desam bo'ldi. Hozir qadar odam chiqimini hisoblaganda shu iqtisodiy chiqim 100 milliard dollarda yetib ketdi. Hozir kuyib-o'tdi. Mening uyimga mushtaqilsa 10 kilometr keladigan yerlarda bo'shlayotdi. Hozir bir kontrastni tushunmadimmi texnik o'tapda? Ya, shamol intayin kuchli. O'tni kontrol qilmaydi azaldan. O'tni kontrol qilolmaysa, uchramayotamiz deymiz endi. To'xtab tur, gapimni uzma. O'tni kontrol qilolmaysa, bu bepoyon ketgan tog' qora. Bular qanday qildi desang, tog' tarafga chiqib ketsa, chatda yo'q azalda har yil o't ketadi. O't ketishning sababi bu Los Anjelesda qish bo'lmaydigan yer. Bütün tağda çöp degan shunda o'sidi. O'sgandan keyin bütün mushu necha ming kilometr mushta peqirasdan bu tog' butunlay yoyliq aylandi. Lekin 5-6 oydan tortib bu Los Anjelesda yomg'ir tushmaydi. Hozirga qadar bil asos yomg'ir yo'q. Unda bo'lganki bu cho'plar degan qurib, mushunda xeyli qayvaqlar toshlar tog'dimida dumlab tushib ikki chash mushtaq urilib ketsa chiqqan chaqmoqda o't ketadi ekan. Shu ketgan o't shuning uchun bu o'tni o'chirilmaysa. Qanday qildi desam, bu o't o'chirdiganlar mushu aholi tarafga mangdigan o'tning oldini oladi. Ashadki cho'plarni kitib, ashadki o't cho'ng o't kelgichi, yana o'zlari o't kuydirib, ashadki cho'plarni tugitdi. Andan suv ichib, oshini qilib ketib bordi. Hozir bizning manda tug'an men birini vali deydi, jirg'a odamdoq. Mushta bir o'ttirdiki, shuning 3 tarafdagi tog'da o't ketib bordi, hozir kuydi. Hozir shu Getty Drive deydigan eng cho'ng muzeum bor, muzeyxona. Shu yoqqa ketib turadi. Amerikaning eng dangliq universitetining birisi UCLA bor, aşağı ketib turibdi. Shular to'g'rayotdi.
Düşenbe bilan haftaning ikki anglsak texmi qattiq bo'ron chiqadi ekan. Hmm. Agar u bo'ron chiqsa Hmm. qanchalik bo'lib ketadi, tex uqmaymiz. Hmm. Hozirgacha Uyg'urlarningki 1 2 3 4 oila uyini bo'shtib, uyiga o't ketmabdi, uyini bo'shtib, hamda boshqa hotellar ketibdi. Men bizning Janubiy Kaliforniya yetganlarni uyinglarga ta'sir yetganlar bo'lsa, bizning uy kelinglar, bizning uy to'sanglar bo'ldi deb chaqiriq qilib qo'ydim. Hammasi men kelib to'sanglar bo'ldi deb. Aşaq ketibdi. Endi o't kuymagan bilanmi, butun tog'da kuygandiki, yiliqi tuman, uningdiki iliq burollarda to'nog'i o't qolsa, iliq o'tdan mushta chiqib, iliq o'tning uchuqlari chiqadi-ku, shu cho'pdan kuygan cho'pning somon tumanlari sharni ko'p nafas ilishing intayin ta'sir etadi. Bu bo'lyotdi hozir. Endi biz taraf kimligini, hozirgacha kimligini naq bizning mushu tog'ning shamol bizga qarshi oyoq urib ketib qolg'ashqa, tog'dan dumlab moyoq tushamidi. Oqshom xeli 20gacha tushgan mush biz taraf qarab. Lekin shamol ta'tir urib bugun atganda oyoq ketdi dedi. Amerikada 3 xil ogohlantirish yo'lida 1-darajada level 1 deydi. Buning da o'zingga muhim narsalarni chamdallab, qachilab, mashinani qilichilab, mashinani o'ylab jim tayyor bo'pti deydi. İkinci dərəcə bizə birinci dərəcəlik düşkən, o birinci dərəcəni yoxduətdən, yox qıldı. İkinci dərəcə düşsə, dərrol mağdığan yerin bolsa, bardığan yerin bolsa, kət bir yerdən deydi. İkinci dərəcəlik agahlandırış düşsə, warning. Üçüncü dərəcəlik düşsə, məcburiyyətini yötkəydi. Hazır tağının içindeki mayaqlardaki nurgu yerler ikinci dərəcəlik düşübdü. Ətdiyən, şaqki, bizning uydan bir 10 kilometr keldigan yer batdi, shu yo'lning ochitlarga ikinci daraja chiqibdi. Bu yerda mangdigan bo'lsanglar darrov minglar debdi. Chunki o't uyaga tushmasmi, o'tdan chiqqan tutun havoni butunlay bilg'ab, odamga zaxmli bo'ldi. Endi tog' ichida butunlay boylar o'tirgan yer batdi. Aşıda eşyalar kuyup gitti. O uylardan 20 milyon, 30 milyon dolarlık aşağı uylar. Uylarni qarasang, dengiz bo'yida qarasang, mushu urush o'g'andek mush kuyib tugab ketgandek tugab ketibdi. Shuning uchun Uliq Mevlan sizlarning mahalda yo'q qo'ymaysizlar. Yo'q, shamol oyoq uryotdi. Hollywood qanday bo'lib ketdi, Hollywood? Shu Hollywoodda bir chet kuyib-kuyib. Kinoxona emas. Kinoxonaning u yoqda shamol urib, buni emas, to'rayotdi. Aholi bayalar, hozir bizning Los Angeles Kaliforniyadagi barliq o't o'chirganlarning hammasi misha keldi. Buningdan boshqa Arizona, Nevada, mush atrofdagi Seattle, mushaqlardagi o't o'chirgan hozir aslida necha yuz ming mashina bor u yerda. O't o'chirish yo'llarni to'rab, o'tni o'chamaydi, mush ahol bor taraf tammasini oldini olib. Uningga aqchan, ya'ni 100 dak iliq tikkuchar aeroplan o't suv to'shib, okeandan suv chachadi tepaga. Unda siz to'g'liqqa bo'ldi. Mavlanka bu programmada nima ishda kirkitlaydi vaqtni 10 minutga ko'p qolibdi program boshlanib qiladicha. Navoda o'tap haqida yana kim qo'pas ayrim bir suhbat qilamdi. Gapingiz bilib qo'ydim, to'g'ri tushundim. Bilamda. Ikram sening qo'lingda afka. Unda bugungi suhbatga bevosita kirkitaylik. Birinchisi Panama kanali haqida. Panama qayerga joylashgan, bu ya'ni geopolitik o'rnining muhimligi, nima uchun Amerika Panama kanalini o'ziga chetelish, qaytarib olish haqida Donald Trump buni o'ttirib qo'ydi. Mush haqidagi suhbat eng avval to'g'liqdan boshladi. To'g'liqda xo'sh. Ekransida. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq sharq turkistonlik qarindoshlar, bugungi shanba kuningiz xayrli bo'lsin. Endi Mevlan sening oilangdan, endikini shu Los Angelesda turgan Uyg'ur qarindoshlardan hol so'rayman. Ishqilib bu o't afat degan endi bir cho'ng afat bo'ldi. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Sizlarning shu o't afatdan sog' salomat nima qilishinglarni kutaman, umid qilaman. Shu endi gapga keladigan bo'lsak, Abay Abdurimjon inimiz deb o'tgandek, Donald Trump shu yaqinda, ya'ni o'tgan yil 12-oydan boshlab shu yaqinda shu bir 3-4 narsani o'ttirib qo'yib, butun dunyoni shu
g'ulg'ula qo'zg'adi butun dunyoda. Ham buningki birisi ham shu Panama kanalini qaytarib olish haqida, yana birisi bo'lsa Grenlandiyani setib olish haqida, yana birisi bo'lsa shu Kanadani Amerikaning 51-shtati qilishdi. Undan boshqa yana bizning Amerikaning janubida nima Meksika qo'ltiqi deb bir cho'ng bir rayon bor-ku, shuning ismini Amerika qo'ltiqi qilib o'zgartma degandek shundoq narsalarni ko'p o'tirib qo'yib, hozir butun dunyoning diqqati shunga bo'lib ketdi-da. Bunda xabarlar qarab baqsam, xabar izlagandan keyin shu to'rt narsadan boshqa yo'q narsa yo'q ekanda, butun dunyo shunga diqqat. Shuning uchun shuningki zodi shu rayonlarningki biroz tarixi oq ko'rinishni, andan keyin nimalar bo'lyapti, bular amalga oshamdi degandekchi shu to'g'riliq bir o'zimizning fikrimizni bu yerda o'tirib qo'yib baqa, o'zimning fikrimni o'tirib qo'yib baqman, sizlarning fikrini anglab baqay deyman. Shu oldidan shu Panama kanali kelaydi. Panama kanal degan o'zi xaritani bir ko'rsatgan bo'lsangiz, Panama kanal mana o'ng tarafga rasm qaraydigan bo'lsak, Panama kanal degan nada deganda yuqori tarafdagisi Shimoliy Amerika oldu. Xaritada. Tuvan tarafdagisi Janubiy Amerika oldu. Bu Panama kanalı degan shu janub bilan shimolning o'ttirga ashadi bir kichikina bir tor bir nimacha u amaliyotda sunniy qezib chiqqan bir kanal o'stangdamdi. Lekin bu o'stangningki texnik jihatdagi nimasini ayt ustun bo'ldi. Chunki bu mesela biz Suez kanalını bilmiz o bu nima deydi. Suez kanalının bu yerda kanal qizish u uzun bo'lgani bilan bu yerda kanal qizish biroz oson ekan. Lekin meyada kanal qizish ayt taskanda. Chunki u o'ttirdigan tog' rayon. O tog' rayonida bular dastlabda shu kanalni solamiz degan chaqda 1800 yilning oxirlarida solamiz deb shu qarorni qilgan chaqda u Fransiyaning bir injeneri keldi. Fransiyaning injeneri kelib, voy bu yerda shu yer ostidan bir shu nima o'nkur qezib chiqib ikki tarafni ulaymiz deyotganda, yana birisi qo'pib deyotgan, yo'q, undaq qilmaymiz. Biz suni üstü tarafdan yutkaymiz deganda, bu suni üstü tarafdan yutkaydi degan Amerikada ingliz tilida lock deydi. Lock deganda Uyg'urchada amaliyotda lock deb oldi ekanda, shu biz janubniki bir yerlarga borsa o'sha lock deymiz deydi. U lock degan nima deganda, suni bunda ko'tarib turib, andikina paraxodni agar paraxodni uchun shu nima yerga qo'yib, suv qachlayotgan, tuvan yerga suv qachlab, andik buni ko'tirib egiz yerga olib borib, egizni demak shu tog'ning ustidan bir daryoni yosli degandek bir qiyinchilikda. Shuning bu texnik sohasidagi Amerikada buni bir technical marvel deydi. Qurilish sohasidagi marvel bir mo'jiza degan gaplar shunday tasdiq to'xtagan. Bu hamda bu gaplar to'g'riliq uzun to'xtalmay, bu kanalning uzunluğu 82 kilometr. Yani Amerika'nınki mil bo'yicha aytgan chaqda 51 mil. Bu bir sunniy qezilgan bir daryo bo'lgandan keyin buni kanal deb olamizda, mushtaq qurilgan. Bu aslida shu 1903-yildan boshlab shuni o'ylashgan ekandik. Shuning bilan bu vaqtida bu Panama degan davlat yo'qdi. Panama davlat degan Janubiy Amerikadagi Kolumbiya degan Kolumbiyaga tabi ekanda. Shuning bilan Amerika hukumati shu vaqtida shu Kolumbiyaga bisim qilib, andikin Panama'nın mustaqilchiligini qo'llab, bu Panama'ni mustaqil qilib qo'ydi. Shuning bilan Panama bo'ldi, bu yerga nimqasanlar bo'ldi deb shu vaqtda Amerika buni $40 million dek pul qashlab, u pul to'lab andikin uni ivoldi. Ivilib shuning bilan 1880 bir deb o'tay. Shu 1881-yildan boshlab shu kanalni kezish boshlanib ketgan. Shuni Amerika 1903-yili Panama'ni mustaqil qilgandan keyin rasmiy kezishni boshlaydi. Shunda bu kanalni amaliyot Amerika kezib berganda, asosiy kuchlar Amerika kezib bergan. Men yaqinda Trumpning bir gapini anglsam, vaqtida 38 mingdak Amerikaliklar şunun o'lgan deydan, buning ba'zilari 38 ming hammasi Amerikalik emas, yerliklarni o'z ichiga oldi degan gaplar, uning kirishib ketmaydi. Shuning bilan bu
kanal qazildi. Kanal qazilgandan keyin ma xaritaga endi qarab baqaylar. Xarit bu kanalning muhimligi nima deganda birinchi muhimligi shu bu qatnashda. Qarab baqaylar. O şu San Francisco deganni ko'rdinglarmi? San Francisco degan shahar. Endi keyin o şu mayaqda New York degan shahar bormi? Mat tarafda. New Yorkni endi shu San Franciscodan New Yorkka malni yetkazish uchun paraxod degan o şu Janubiy Amerikaning eng uchi. Şehir nimdeydi? South Nom'damdı bir yer. Şehirden aylanıp muştaq var dikende bunun cami seferi 13.100 mil keldikende uzunluğu. Lekin eğer Panama'da kanalını içiyotganda qanday oldu degende bu yol 52 nima 5200 milga o'zgarib asosan deganda 7900 mildek ortiq qisqartdi. Bu degan nurg'un pulni tejaydi, nayt ahamiyatga bu bir. Bu bir ahamiyatga qatnashdi. Undan keyin ma sol tarafga xaritib qaraydigan bo'lsak, mana bu hozirgi ahvol ostida shu Panama kanalini egallash deganning o'zicha bu strategik o'rni, siyosiy jihatdan, harbiy jihatdan, hamma jihatdan aytganda nayt muhim. Chunki biz ma qaraymiz-da, ma bu kanalninki ma bu nima tarafida? Mağ tarafı nima bo'ldi vaqtida, ya'ni sharq tarafi. Ama sharq tarafi mağ nima? Atlantik okyan. Nima? Yana bir tarafı Tinch okyan bo'ldi-da. Shu vaqtda bu ikki tarafda an ko'rdinglarmi? Oyat Afrika davlatlari, oyaqdagi Xitoylar, endi Yevropalar bularga nisbatan hammasiga nisbatan shu dunyoni tutash turishda nayt cho'ng rol o'ynaydi-ku. Ham bu yerda yaqinda qanday bo'lib ketdi deganda bu yana bir azroq tarix backgroundni deytay bu yerda. Bu kanalni shu Amerika asosan shu sep bo'lgandan keyinlar buni boshqurdi. Boshqurib kelib ta 1979-yilga kelgan chaqda ma Amerikaning demokrat partiyaning prezidenti Jimmy Carter shu nurg'un yo'l nim qilib, u vaqtlarda albatta ba'zi bir qalayimqonchiliklar chiqqan u yerda, lekin o qalayimqonchiliklarni jimiqtirib yetadi. Lekin shu vaqtda demokratik prezident bo'lgan Jimmy Carter buni shu bikoga berib yetdi, qaytirib yetdi. Panama qaytirib yetdi. Shuning bilan Panama qanday bo'ldi deganda, uningdan keyinlar bu Panama shu qanchalik ishlar bu, Mevlan ismida bormi, ama Tayvanni nima e'tirof qilmasdan keyin Xitoyning birligini deb u Xitoy bilan munosabatni yaxshilashtirib, shuning bilan nima qilgandan keyin bu Xitoyningki cho'ng shirkatlari. Hamda Xitoy hukumatı buning biz aralashmadik deydi. Amaliyot Xitoy hukumat aralashmaydigan ish yo'q. Bu Xitoyning cho'ng bir Hong Kongi, Hong Kongni bazis qilgan bir cho'ng kompaniya shu nima kanalning var ikki eg'izni bu Xitoy kontrol qildigan bo'ldi. Endiga qanday oldu deganda bu yerda yutkildigan mallarninki bu yerda qurg'oqchilik paydo bo'ldi, u bir yoqdan nima paraxodlarni o'tkazish uchun chiqimjiq ketadigan bo'ldi deb Amerikaning o'tadigan paraxodlarininki nima deymiz, tanarxni o'stagan bo'ldi. Shuning bilan bu Amerikaning. Endi eng nima yerchi Amerikani eng cho'chitgan yer nima deganda Xitoy shu bu yerga kuchlarni to'plashga boshladi. Hamda ayada mening bir nimamni qaraganda bu yerga borganlar garchi o'zlarini injener, ishchi deb yurganlar degan bilan bularning military harbiy jihatdagi nimalar bor degan gaplar bor-da. Shunda bo'lgandan keyin bu Amerikaga biroz nima bo'lgan bo'ldi. Endi men bir narsani qistirib ketay. Shu kanaldan ta bugunga qadar o'tadigan shu paraxodlarning 70% Amerikaning paraxodi. Agar ulardan tanarxni o'stirgan bo'lsa, Amerika jiq taraflardan ziyon tortadi. Endi yana bir narsani ko'rdim. Bu yerda Panama hukumatiga nisbatan shu kanal o'zida Panama kirdigan kirim 2 milliard dollar atrofida. Bu. Yana bir savol bo'lsa, javob bersam bo'ldim. Shu to'xtalak bir minut. Nima uchun buni bu qadam Trump bu Panama qarini qaytarib olish haqida kuchli bir signal berdimda. Asosiy sabab nima? Asosiy sabab abay davlatning birisi ixtisos sababidan, yana birisi Xitoyning kuchi mishadi kuchlanib ketishini oldini olish. Xitoyning kuchi hozirda u darajada bo'lmagan bo'lsa-mu,
lekin Xitoyninki hamda shundoq tadrijiy holda borgan sari kuchayib bu Xitoyning ta'sirini Amerikaga kengaytidi degan bir andish borda. Shu hamda bir narsa. Ha, Mevlam to'xta mananga bir tarixini deb bo'ldi ya. Endi Panamani qaytirib olmaymiz, Panama bilan Greenland qaytirib olmaymiz degan Donald Trumpning hozirgi gapi emas. Oldingi prezidenti bo'lgandimi shuni qaytirib olman degan. Ham Donald Trumpning bir alayligi bor, shu ishqib bu bir tijoratchi odam bo'lgandan keyin, savdogar odam bo'lgandan keyin, dunyo faqat meningli gapimni qilsa deydi. Boshqani xohlamaydi. Shuning uchun o'xshamagan mushundaqlik talash tortish bir bilan o'ttirib qo'yib turdi. U amaliy oshamdi, oshmamdi yo'q. Masalan, Amerikada burun kelganda Obamaning sug'urta plani yo'q deman degan, uni qilmadi. Birinchi qitimda qilman degandan hech qasini qilmadi. Bularmi bir baz deb qo'ydi, dunyo diqqatini olman deydi. Endi bu Panama kanalda ma tuğluq aninki, budaki Trump'ninki deydigan eng cho'ng nimasi bu xato odamning qo'liga tushib ketib bordi deydi. Trump'ning da Xitoyning bu yerga solgan mablag'ini solsa yaxshimi, yomonmi Amerika strategiyalarida ikki xil ko'z qarash bor. Men tushuntirib o'tib ketaman. Xitoyning bu yerga solgan mablag'i hozir qadar 3 milliard dollar bo'ldi. Bu yerdan 70% Amerikaning paraxodlari o'tsa, 20% Xitoyning kontrolida. Xitoy o'tida. Shuning uchun uningdan bu Amerikani oldin qitim Trump bor vaqtidami, naq Trump davrida Panamani birinchi qitim prezident bo'lganda Trump men Panamani qaytirib olman deb turgan vaqtida bu Panama asli Tayvan bilan bo'lgan diplomat munosabatni uzib, Xitoy bilan bo'lgan munosabatni 2017-yili Trump huquq prezident bo'lib 1 yildan keyin Tayvanni tashlab Xitoy bilan munosabat qurdi. Qurgan zaman Xitoy shu yili 1 milliard dollarni bu yerga soladi. Shunda buni ikki bo'g'izni bir şey tutaman deydi, buni strategiyalik niyari. Endi mavu masalan talam mavu Trump'ninki degan ya mana bir net gapini men bunda bevosita qarab o'rib beryapman. Panama Amerikaning iqtisodiyot davlat bexatarligida halqiliq rol o'ynaydi deydi. Shu Kanada nima Panama Amerikaning muhim davlat mulki deydi bu. Trump'da Panama'nın Amerika'nınki savdo va dengiz armiyasining Tinch okeandan Atlantik okeanga minishda tiz berishda intayin muhim rol o'ynaydi. Amerika baytuliq xarit orqali so'zlab o'tgandi. Amerikaninki Atlantik va Tinch okean o'tirki port o'tirki yo'lini 65% qisqartirib yetdi. Panama'da o'tsa, andaq mangsa 13 ming, maningda 5 ming, bunda ise 65% qisqarib ketdi deydi. Şunu 70%'da şunu uchun bu bir Panama'nın deydigini harbiy jihatdan Trump'ning. İkinci deydigini bizning dengiz armiyasida savdo paraxodlarimiz adalat bo'lmagan va muvofiq bo'lmagan muomala qilyapti bizga. Bizdan tanarxim oldi. Bizning dengiz armiyalarimizning xolib o'tishiga xohlagancha o'tib ketishiga cheklama qo'yyapti. Chunki Xitoy uni Panamaga shunday qilsa da'vatida bo'lmasa 2% pulni chek. Kimning shuning gapi bu. Shuning uchun o'shanda davrda Panamani men biz cho'qim o'z asliga akilmas deydi. Birinchi qitim qilamagandim, ikkinchi qitim qilaman deydi. Yana bir qitimda Trump'nikini o'qib beryapman, Twitter yozganini. Twitter yozmaydi, o'zining social mediasi bor. Aşının yazaydı, onun deydi Panama koltuğunun, Panama kanalının ki bexatarligi, yuqori unumligi ve işençiligi Amerika'nın tüp menfaati bilan munosabatlik. Buni aniq bilsak bo'ldi. Biz Panama'nın xato odamning qo'liga, skopkaning ichiga urib, Xitoyning qo'liga deydi. Shu ishni xohlamaymiz. Bu başqalarınki menfaatiga uygun keldi, bizning menfaatiga uygun kelmaydi. Agar bu mardlik biz Panamani adil qonun bo'yicha, axloq agar bilan bu qo'lga bizga olimiz, agar bu mardlik bilan inoniy qilishni axloqiy va qonun prinsipga
amal qilmasa Kanada biz harbiy askar yani ilib olmas deyapti. Bu uçuq deyapti bu gapda. Agar Panama bo'lmasa, o Panama kanal bo'lmasa, bu dünyanın Atlantik okyan bilan Tinch okeanining o'rtari orilib ketib Xitoyning 20% paraxoti Mishada o'tadi. Endi her yili Mishadin Panama kanal to'liq deb ketdi 20-82 kilometrga dünya dengiz sodasining 5% Mishada o'tadi ekan. Her yili Mishadin 14 ming soda paraxot o'tadi ekan. Mishada bir gapni qistirib qo'yaman. Mevlan nayt obdan tushundi de hozirgi ahvollarni. Bu yerda bir narsa unutib qoldi. U bo'lsa-mu, o'zimiz bilamiz qo'y 2016-17-yillar Xitoyninki bir balvoq bir yo'l degan bir plani o'tirib qo'yilganda shu vaqtida Abay Mevlan degan pullar mablag'larga shu vaqtida shu nurg'un mablag'larni silib bularni kengaytgan. Xitoylar hatto u vaqtda o'zini bilamay qolganda dunyoni biz egallaymiz deb Afrikaga kirgizdi, keyin Amerikaga nim qilishga boshladi. Lekin Trump tunji qitim prezident bo'lgan chaqda bu ishlar yuz bergan. Lekin u vaqtida buni qildiganga bir hisob cho'lisi yetmagan deb shunday degan. Shu vaqtda to'sqinlik yomonchiq uchrab ketganda, shu hamda bir balvoq bir yo'l degan plan. Endi hozir Mevlan balki buni to'g'riliq so'zlagan bo'lishi mumkin. U planmi hozirlikqa suvga chilish boshlaganda, shuning uchun keyingi davrlarda, ya'ni hozir hozirgi davrlarda bu Xitoyning aydik ta'siri burunqidek emas degan bir analizlarni anglab qoldim. Shuni qistirib qo'yay dedim. Men bir narsani davtay buni tayyorlik qilib qo'ygandim. Bu shu Panama degan davlat abay ben dedim-ku, 1903-yilda mustaqillik erishgan vaqt erishib shuning bilan bu shu kanaldan nurg'un foydalanib kirib bular hozirgi darajaga yetdi. Bularning iqtisodi bakmi nachar emas, xili yomon emas o'rinda ekan. Bularninki bu Panama'ninki nüfusi 4,3 milyon ya. Rayonninki nimasi 75 ming kilometr, kvadrat kilometr. Yani GDP'si 91 milyar dollar ekan. 2 milyar dollar degan 91 milyardniki xeli bir cho'ng qismini deb inim qilgan bo'ldi-da endi. Shunday qildi. Endi kishi besiga keldigan nimasi shu 20,500 ming shunday atrofida. Demak endi bu Janubiy Amerika davlatlariga nisbatan aytgan chaqda yana yomon emas bir nima deganlik. Men shuni beri to'xtalayman Panama to'g'ri. Bu men bir balvoq bir to'g'riliq burun fidoyining idorada 3 leksiya so'zlagandim. Endi masalan bu yerga Xitoyning qanday ta'sir bo'lyapti desang, 2017-yili Panama Tayvan bilan bo'lgan diplomat munosabatni uzganda Amerikaning intayin qattiq g'azabiga uchirdi. Shu uzgan yili shu vaqtdagi Panamaning prezidenti Juan Carlos Varela birinchi qitim Ashaga kelib uzgan zaman Xitoy Ashada coal deb o'qiydi inglizchada. Coal Panamaniki port rayonidagi Ashaga 1 milyar dollarni shu yili mablag' silib nurg'un odamlarga xizmat Panamaliklarni xizmatga oladi. Shu 2018-yili Xitoyning davlat raisi Xi Jinping Argentinada 20 davlat yig'iniga chiqqanda alaydan vaqt chiqarib Panamani ashani 20 soat nim qildi. Undan keyin Xitoychi Yuanyang Hanyunji deydi. Xitoyda Yiroq okean dengiz transport guruhining paraxotida aşı Panama ashaga to'xtab, undan keyin Kolonga berib Aşadan hazır birimlarni qochib, bütün aşani bir cho'ng istiqlol qilib, uyadan qochilab, undan keyin boshqa yoqlarga mangdigan bo'lib ketdi. Ya Mevlam shunday, men sendan bir savol so'rayim senda, gapingni to'xtab qo'ydim. Gordon Changni bilsang, Gordon Changning bir nimasini qarasam, u deydi, hozirgi Xitoyning bu yerdagi ta'siri burunqidek emas degan shu gapni qilyapti. Masalan 1 milyar dollarni 1 milyar dollarni o'z vaqtida berdi. Hozirmi shuncha pul beryaptimi yo'q shuni? Mashakillar. Ayol bildi. Mashakillar. Hozir shu orqali Xitoy to'shigan shu Panama kanali orqali
Latin Afrikadagi million xalqlarning uyiga odat buyumliklarni shu orqali setyapti. Shuning uchun bu Xitoyning iqtisodida cho'ng rol o'ynaydi. Uningdan keyin bu Panamaninki port deymizda, port deydi deymi Uyg'urcha. Portda aşağıda Xitoy hozir dengiz armiyasi maktabi qurdi. Dengiz armiyasi maktabi qurib, u yerda Xitoy alaydan Panamaliklarninki nima ko'nglini olmas deb, odatda Xitoy bir yerda shirkat qursa, o'zining odamini olib ishlatadi. Ma Panamaninkini Amerikadan talishib deb qurgan shirkatga Panamaliklarni ilyapti. Unda bo'lganki, Panamaliklar yaxshi maosh deb ularni xo'sh qilyapti. Shuni qilyapti-da. Endi undan keyin havo bilan ta'minlashda dunyoning masalanga mushu Panama va Panamadagi butun dunyo asha orqali Latin Amerika ashaqlarni tovar bilan ta'minlashda Xitoy dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng davlat bo'ldi. Eng cho'ng bir muhimi asha Panama kanalida o'tyapti. Shuning uchun bu Xitoy bilan Donald nima mayad bir uchur debdi 2023-yili Panamadan o'tgan Xitoyninki buyumligi 6400 million tonna ekan. 2002-yildan 22,7% o'sibdi. Buningda ma'ni qaraganda Xitoyninki eksportninki 23% deganda, uningdan boshqa yana Amadorda Jungwoning Finchao Ji deydi. Kuri uyaga 1,2 milliard dollar silib, hozirmi silyapti u. Aşağıda Margarita deganninki kontrol qilish huquqini setib ilyapti. O sen huquqini setib ilgandan u yerdan kim yutdi, kim qildi, sen boshqarsa. Pulni sen olasan. Bu Amerika unumaydi, bu Amerikaga. Undan keyin Amerikaning Jiaotong Jianshi Gongsi deydi. Qatnash qurilishi yana Panamaning yana bir yerda chunqur su portni quryapti. Bular masalan Amerikaninki Engineering News Record degan bir gazeti bor. Uning aytishicha 5 yilda bir Jungoninki shirkatlar qurgan Panama'nın u yoqdan bu yoqqa o'tilgan ikki ko'rikni soldi. 4-chi va 5-chi ko'rikni silishga hozir Xitoy yana 500 million dollarni mablag' soldigan bo'ldi. Xitoy bu yerda o'zini ching tutib olib, endi Amerikaning shu jin tomiriga tegmoqchida. Endi bu to'g'riliq Amerikaning strategiyachiligida o'xshamagan plan bor. Masalan, Xitoy hozir silyapti, adroq silyaptini çünkü o'zining iqtisodi qolmadi Xitoyda. Xitoy iqtisodi nacharlashib ketgandan keyin buning ozroq soldi, lekin silyapti. Amerikaning strategiyalarida ikki xil plan bor. Bir deydi, bu yerga sog'ni qo'ymaymiz deydi. Donald Trumpning yetakchiligiga. Buni sanmay biz o'zimiz bir pollik askar kirgizib qo'ysa ilib oldi Amerika. Shuning uchun ya'ni biz nima uni biz ilib olmaymiz, it veliblar Xitoyni u yerdan butunlay tozalab chiqarib bizning kontrolligimizni mang'di deydi. Strategiya deydi. Xitoyning bir balvoq bir nimaga sog'an mablag'lari trillion dollarning mablag'i bekor bo'lib ketdi deydi. Bu bizning ikki Atlantik va dengiz okeanimizning o'rtasida bizning eng kuchli dengiz armiyamiz bor. Bir paraxodni kirgizib qo'ysak ilib olmaymiz. Xitoyni mishak mablag'lar so'sin sog'izib buni iqtisodni xuritimiz deydi. Hozir Amerikada bu ikki xil talash tortish bor. Nega hozir Donald Trump prezident. To'g'rimi? Uning degini mang'udi. Shu qanda bo'ldi bu talash tortish hozir mushningda endi boshlandi degina. Bu yerdan 500 million tonnaga yaqin Xitoyninki yemakligi, mineral moddalari, energiyasi va sanoat buyumligi mushadan o'tadiki. Shuning uchun bu ikkita hozir naytiliqi cho'ng talash tortish bor, yana ikki portni qurimiz deydi Xitoy. Yani ikki cho'ng ko'rikni u yoqdan bu yoqqa solamiz deydi, mablag'larni selyapti. Hozir men bu yerda Trumpni qo'llayman. Bu Xitoy bilan sen uni qilma, buni qilmay nima iplib haydab qilyapti deyman.
Masalan, Trump onu Amerika devletiga shundan o'tkazib Xitoyning qurgan bo'lgan shirkatlar bekor bo'ldi. Shunaq. Uni sotaman desam oldigan odam yo'q. Tashlab ketish majbur bo'ldi. Shuning uchun men bu yerda Trumpni qo'llayman bu masalada. Qani qanday bo'ldi endi hozir qiziqarli ish bo'lyapti. Endi Trumpni diqqat qilsak bo'ldi, og'zida po'yatdi bu gur qamla amaliy ish qilmaydi vaqtlarda. Og'zida kelgan davr buni gipining to'g'risi yo'q. Buning haqlami axloq o'lcham qo'ymaydi. Amerikalar bir odam kichikina siyosatchilar bir xatolik qilsa gazitlar deb etib turadi. Buning bilan bir katta chattig'i yo'q. Buning yolg'on gapi, rost gapi hammani Amerikalar ham ko'nib ketdi. Ko'nib ketdi deb bu og'zida kelganni davrdi. Ya shuning o'xshash. Sen sökültüdün ben baktam çıkıp ketken yandı oldu. Unda olsa Vaqt münasebet kadar. vaqti ikkinchisi bitaylik hamsa. Hozir bosh qanama qanlaqligimiz tuyusilib ikkinchisi Gerlan Orli. Gerlan Orliki geopolitik o'rni, uniki buyumligi Orol haqida to'g'liqqa sistem boshlaydi. Bo'ldi. Men şu Greenland'dagi tarixiy, andiki bunun aq ko'rinishi to'g'ri azaq to'xtalay. Andiki yana bu to'g'riliq nima savollar bo'lsa shunga javob berishga tirishim. Ham bu yerda Grenlandiyadagi o'rnichi amaliyotda Janubiy Amerika kirdi. Xarita qaraydigan bo'lsanglar, yo'q circle-nichi, dugurak yer bor, uni Arctic Circle deydi. Men o'shalarga borgan, men Alaska taraf borganda, o'sha Alaskani Arctic Circle deganni ko'rdinglarmi? Cho'ng chambarak bor-ku. Grenlandiya ashya keldi, lekin jug'rofiya o'rni Shimoliy Amerika kirdi. Bu Grenlandiyaningki poytaxti Nuuk degan shahar bor-ku. Nuuk degan shahar bilan nima Washingtonning orlig'i amaliyotda Denmarkningki Kopenhagen var. Kopenhagen qaragan mayoq yaqinroq. Bir hisobda jug'rofiyalik o'rni aytgan chaqda u Yevropaga kirmaydi. Shimoliy Amerika kirdi. Ma nuqtani ta'kidlab Bu dövlətçilik bu. Dövlətçilik çətelgə yaqında bu. Şu o'rni. Bu yerda bu tarixiy nimalarni so'zlab ketsak, bir asos so'zlab ketamiz, lekin men bu yerda shu jug'rofiyalik o'rnini bir tushuntirib bersangiz degandim, shu jug'rofiyalik o'rni bu birinchi nuqta bu Shimoliy Amerikaga joylashgan bir o'rin. Garchi siyosiy jihatdan aytgan chaqda Daniyaninki bir avtonom avtonom oblast degandiq, avtonom territoriyasida, avtonom territoriyasi bo'lsa, lekin nima jug'rofiya jihatdan. Endi Daniyaninki avtonom territoriya bo'lganlikdan uni nima jihatdan aytgan chaqda Yevropaliklar bizning davolda amaliyotda undaq emas. Bularning nopsini aytib az. Nopsi endi faqat ba'zi yerlarda 56 ming deydi, ba'zi yerlarda 57 ming deydi. Trump akuni chiqib 47 ming dedi. Buning qaysisi naq to'g'ri, buni uqmayman. Balkim shu 56 mingdan 57 ming orasida. Kapital degan Nuuk degan shahar, u yerning yerlik aholisining nomi 90% ni egallaydi, 90% bular Inuit degan bir xil bir millatda. U millat amaliyotda bizning shu Shimoliy Osiyo tarafida biz bilan bir hisob azroq yaqin. Ya Uyg'urlar. Ha? Uyg'urlar. Ya Uyg'ur desak bo'ldi. Uyg'urlarning nimalari degan desak bo'ldi. Shu chiroylarim qaraydigan bo'lsa o'xshab qoldi bularchi Uyg'urlar. Bular ashaga joylashib, ular xeyli burun joylashgan ki u yerda 4,5 yildan burun ashaga joylashib ketgan, lekin aholisi ozda. Aholisi oz bo'lishining sababi Greenland'daki nimasi qama Amerika taraf nim qildigan Nuuk degan yerga ashaga 26 ming odam o'rin. 26 ming aholisi bor ki u yerda. Qolgan 20 mingdagi 30 mingdagi butun Greenlandiya. Greenlandiyaning territoriyasi sanni o'qib berasizlar. Buning territoriyasi 2 milyon 200 ming kvadrat kilometr keldigan yer. Sharq Turkistondan cho'ng, Sharq Turkistonning bir yerimigidek nimaga chiqdi-da, bu cho'ng bir yer emas chiqdi. Bu endikin dunyoda eng cho'ng bir orol. Ba'zilar qo'pib, voy bu dunyoda nima, Avstraliya dunyoda eng cho'ng orolgo deb savol so'rashi mumkin. Undaq emas. Avstraliya bir qit'a bo'lganlikdan uni orol deb qaramaydi.
ayrım bir araldek bir ot denizin oturup o bir kıta ayrım kıta. Şunun için ma Greenlandiya degen şu dünyadaki en çok bir aral. Bu hem de bunu yaş 1720 yıldan başlamış Daniya özgü tevak yaptıkken de özgü tevak yapgandan keyin şunun için hazır bunu Daniyaga 300 yıldan beri Daniyaga tevak bir ya o kampın onda degeni amalga oshmaydigan narsa degandek gaplarni qilyotdi. Lekin mayda bir nuqta ochib bu Grenlandiya 1979-yili home rule deydi. Özünün taqdirini özü belgilash huquq ega oldu. Bu 1979-yili. Endi keyin 2009-yili iyunda bular avtonomiya huquq ega oldu. Bu avtonomiya deganlik bizning Sharq Turkistonning atalmış avtonomiya bularning uchun haqiqiy 57 ming odam chiqib, shuning ichidagi 20 dan ko'p aragib bir son ko'p bo'lsa va aşağı mustaqil bo'lib ketdi. Shuning uchun bu hozir bu Grenlandiyaningki shu mustaqil bo'lamiz degan kuchlar uchun shundoq kuchli. Hatto ularning ochiqdan ochiq shu Daniyaga yig'inga borsa ochiqdan ochiq biz mustaqil bo'lamiz deb so'zlaydi. Ular hech qanday nima yo'q. Daniyami bo'ldi o'zinglar agar qo'shiladigan bo'lsanglar Aştaq sharoitlar nim qiladigan bo'lsa biz mayli deymiz deb uningga qat'iy to'smaydi. Bu bir muhim nuqta. Buni esinglarda birdan turkum munozaralar shu nim bo'ldi. Endi bularning GDP'sini qanday deydigan bo'lsak, bu GDP iqtisodidan taqishib qoldi-ku, hozir setib elishsa sotmaslik to'g'ri. Bularning GDP'si umum GDP'si 3 milyard 250 ming. Endi bu gerçi bek jiq pulum bilan kişi beşik çaşkanda 6800 dolar buldu ekan-da. Demek bu 68 ming dolar kişi beşik. O vaqtda bu dünyada hali yaman emas o'rinda turgan bir nima bo'ldi-da. Demek ularmi bay joy. Buniki Prime Minister Müte Agidi demdi o. Abdülcan siz abdan siz qo'ymayman bundan o'tirishini. Agidi degan ism ekanda. Bu yosh bola bir 40 necha yoshda. U ochiq hammiyada mustaqil bo'laman. Grenlandiya degan bizning joy. Hech kimga uni sotmaymiz degan gaplarni hozir qilyapti. Shundami? Endi gap nada deganda-ku Mao endi bir narsani unutib qolma. Grenlandiya nima uchun adim shundoq oz deganda o'ttir qismlari, shimol qismlari bor-ku. Shimol qutbga yaqin bo'lgandan keyin bu yerlar asosan muz. 85% 90% bo'lgan yerlari muzga. Lekin yer osti boyliqqa aytdi muz. Bu boyliqlar nima deganda hozir biz ishlatayotgan cell phone deymiz. Yana nima ma'lum windmill deb shamol orqali to'qnim qildigan andiki yana boshqa nurg'unlik nayt oz uchraydigan minerallar bak ko'pkanda bu endi uningdan burun dunyo uning bak ahamiyat berib ketmagan chunki nima texnik u yerga yetmaganda hozir u muz bo'lamdi yana bir bo'lamdi kolab teshib necha 10 kilometr tuvan tarafdan qezib chiqarayotgan ahvolda bu yerga endi yana bir nima deganda Xitoyning Rossiyaning-chu ta'sirlarim bu yerga kiryapti. Xitoylarning soni yer 7 mingdek bor deydi. 7 mingmi 3 ming shundoq necha ming degan gap bu 56 ming aholilik bir davlat nisbatan u xeli jiq deb hisoblanadi. Mushtaq bir ahvollar bor. Endi buningki bu qani bu tarix to'g'riliq mishlik so'zildi qani 91 tanchi muz okey. Endi buningki abay men deb o'tdim-ku, jo'grafiyalik o'rni Shimoliy Amerika keldi. Endi Xitoy Rossiyaning ta'siri bilan ashada dengiz yo'llari ichilyapti-ku. Dengiz yo'llari ichilyapti deganlik climate o'zgarishining sababidan bo'ldi. U havo issigandan keyin muzlar erigandan keyin ba'zi yo'llar ichilib ketdi. Endi texnik jihatdan aytgan chaqda icebreaker deb muzni yerib mangadigan paraxodlar ular naytdi nimada bu paraxodlarning ko'pinchisi hozirmish Rossiya bilan Xitoyniki. Bir hisobda Xitoyniki xeli ko'payib ketdi. Bu shu bir balvoq bir yo'l degan nim bilan mushtaq ishlar bo'lib ketganda bu Xitoy
demek hem de Greenlandiyani şu Amerika'nın yani Donald Trump'ın Greenlandiya kızıqanlığı mı şu Xitayning ta'sir edi bu ketmiş o degan. Hem bazı analizlarni qarsam Xitayning uncha ta'siri yo'q. Amerika'nın ta'siri ular qaraganda xeli kuchli deyapti. Demakchi o'g'ini chunki bu tarixda bor. Amerika şu qani 3 qitim bir setilish intil qilgan, yana bir qitim bir bisvagan. Yani 2. Dünya urushida, yani 1941-yili Nazi Germaniyaning kuchayib ketgan vaqtlarida Naziga qarshi qilish jarayonida shu yerda Amerika berib bu davlatni bisvagan. Bisib bilib, endi keyin Mao Truman prezident bo'lgan chaqda mush orolni bir 100 milyon dollarga setib olmaya deb deganda o vaqtda Daniya hukumati uni rad qilib deganda. Endi yana bir qitim setib olish nima deganda ma bizning Amerikaning Alaskani setib olishga vaqtiga to'g'ri keldi. O'liqi Swan deb bir nima bor, sekretar bor, sekretar bu o'tgan deb o'tdi, Alaskani 7,12 millionga buni setib oldi. Setib olganda u odam nima Amerika'da ait qarışlık gösterdi bunu sen bir kaptını zayıfsa deb. Lekin şu vaqtda şu adamma Greenlandiya situalish to'g'riliq so'z eshitdik. Bir yer apirib deganda, bir yer apagandan keyin yana bu Amerika tarafdan qarışlık qilib, uni qilib, buni qilib, u ishimi mangmabdi. Yani demak, 2 qitim situalish, bir qitim besib olgan, hamda hozir yana qandaq bo'ldi? Bu mushu Greenlandiya eng oxir berib, mencha meninglar emas, nurg'un analizlar shunday qaraydi. Bu Greenlandiya mustaqillik erishgandan keyin o'zlari bilet tashlab qandoq qilishni, o'zining haqiqiy taqdirini o'zi boshqaradigan bo'ldi-da, u vaqtida o'zlari qandoq qarorni chiqardi, buni ko'ramiz. Chunki bu vaqtlarda mendaq bir gap ochib, men shu nuqtani deb o'tay dedim. Ya'ni bu Elon Musk'ni bilamiz. Shundaymi? Elon Musk bilan Donald Trump'ın o'g'li bor, Donald Trump Jr. deydi. Donald Trump Jr.'ning munosabati nihoyat yaxshi. O'tgan hafta Donald Trump'ın o'g'li Greenlandiyaga bordi. Greenlandiyaga borganda bir muncha odamlar MAGA xat deb bir xat bor. MAGA degan hammamiz bilamiz-ku deyman, Make America Great Again degan. Amerikani yana bir qitim buyuklashtiramiz degan lozunka u. Uni MAGA deydi. U yerda MAGA xat deydi, MAGA nimani kiyib aşağıda biz Amerika qo'shilishini xohlaymiz degan gaplarni qotdi. Endi 57 ming odamninki ra'yini nim qilish, bu Sharq Turkistonning xalqininki 20-30 million odamninki nimasini ra'yini o'zgartirish bilan qaraganda u nihoyat oson ishda bo'libmi baylog'i nisbatan. Men bunda o'ylab qoldim-ku, balkim toza nima emas, agar Elon Trump berib Elon Musk berib aşağıda bo'ldi, sizlarning har biringlarga 1 million dollardan pulni berma deydigan bo'lsa, aşağıda menchi bo'ldi, biz Amerika qo'shilib ketaydi deydigan odamlar chiqdi. Pul degan yomon narsa-ku. Elon Musk'ninki shu madori bor. Chunki Elon Musk o'tgan 2 oy ichida bor, 250 milliard dollar pulni topgan odam. U eğer berib, yo'q, bir parçani u berib, men hamma odamga 1 million dollardan bikar berma deganni o'ylamaydi. U bir tijoratchi bo'lgandan keyin shu 1 millionni 2 million qila oladigan ko'z yetdi. Ashta qilib qolsa, balkim uqmaymiz uni. Balkim Greenlandiya bo'ldi. Sattoq degan yakildi Abdurijada. Sattoq degan yakilish mumkin-da. Hamma 1 million euro ketdi, o'sha 1 milliondan bersa. Hamma 1 million euro ketdi davlatniki o'shada. Ya ma'lum nisbatan oson deb aytaman. Yaxshi Sudoq yanı bormi? Sudoq tugdimi yanı bormi? Unda qilib qolsa, savol bo'lsa, qani savol. endi to'xta, men mana to'g'ri. Mavloga xatoga yarg'as qilib Qaytaga emas, mening qatag'im men boshqa xatoga yarim xeyli jixla buningda, albatta abay tuğluq bunu satımız diye Amerika en ahırki bunu 1946-yılı bu Denmark'ın bunu 100 milyon dolara setip alımız dedi. Lekin onu bir de hazır setip almış değilse 1 trilyon 700 milyar dolar ketedik ya onun kıymeti. Onu pulga setip ilgili hazır ihtimal yok. Amerika'nın yani Nimişka hazır Amerika yani Almanya'da kızıkıdı o digini bir de hazır Amerika'nın bir hava armiya bazı var.
bir radar punkti bor. Bu asosiy Ruslarni kuzatishga, burun Sovet ittifoqini kuzatishga ishlatgan. Lekin Ruslar mana Shimoliy qutb suv yo'lini teshib ochgandan Rus Amerika o'tiramay qoldi. Bular bu yerga kelib qilish mumkin deydi. Bu birinchi nima qilmaslik. Ikkinchi, xaritaga qarasang bo'ldi. Bu orol Shimoliy qutb bilan Shimoliy Atlantik okean o'rtasidagi strategik o'ringa joylashgan. Xaritaga qarab tursanlar bo'ldi, to'g'rimi? Ukraina urushining davomlashi Amerikaning bu yerning harbiylik qimmatining cho'ngligini bag'antir his qilyotdi. Chunki Amerikaning qit'alar orlab mangdigan bombasi mishad bu yerdan asla Rossiyaga eng qisqa vaqtda bordi. Asla eng qisqa vaqtda buni harbiydi. Eng oxiri shunga hozirda Amerikaning bu yerning huquqini setib ilolmasligi mumkin. U yerda Amerikaning lekin ularga pul berib, ular bilan yaqin xuddi Amerikaning bir avtonomiyasiga aylantirib, u yerda Amerikaning harbiy bazalarini o'rinlashtirishga e'tibor shartlarini qo'lga keltirishni kuchyotdi deb strategchilar mana o'ylaydi. Haqiqatan bu yerda abay to'liq so'zlar aytganda nihoyatda qimmatli mineral bor. Masalan, siyrak, yer minerali moddalar, uran, neft, tabiiy gaz. Mas siyrak inglizcha rare earth deydi. Bu intayin oldin uchraydigan narsa. Göker oltindan az uchraydi. Bu bo'lmasa, hozirgi kompyuter chip osmon uchayotgan hech nima bo'lmaydi. Chip mi yasalmaydı, kompüter mi yasalmaydı, bütünme. Bu siyreknin hazır 70%'ni Amerika aran dünyada 1,5%'ni egallaydı Amerika'dan çıkan siyerek. Bunun 70%'ni Xitay'dan keldi. O Xitay'daki siyerek nereden keldi olsan Şarkı Türkistan'dan keldi. Hazır dünya teknikisi işletivatkan muşu siyereknin Muşu siyrak yer minerali deydik mi bunu? Yani İngilizce'de Uygur. Bunun dünya şoğan 70%'ni bizden Şarkı Türkistan'dan çıktı. Maya'da, Greenland'da 21%'ni çıktı. Amerika bir yan ili olsa, Xitay'nın, mesela Xitay bütün dünyaya siyrakını vermeymen deyip durursa, dünyada nurgun kompüter, ilgir sanatla toxta kalıdı. Xitay onun da zor pul tip batıdı. Ağaçka Amerika hazır Xitay'dan burun ilip az yani 7-8 yıl mağdığındaki sapaspa yapılmışında kılıp aldı. Bunlardan çıkmaydı. Çıkmış amalın yok. Şu Xitay bunu şunun için bir yerde 21% dünyanın seyreki mişerden çıkıdı ki. Bir yer aslı Uygurlar kelgen ya şu Uygurlar bayadılı bakken de bu seyrekli. Şarkı Türkistan'ı bakken bir yerde bakken. Şunun için bula Amerika'nınki ilim ben iqtisod, harbiy sanoatni taraqqiy qilishda halqiliq rol o'ynaydi. Vital important. Shuning uchun undan keyin bu yerda Amerikaning yana bu yerda Putufik olam bo'shliq bozori bor. Butun odamni kutib, ashadiki boshqarilgan bombani mudofaa qilish uchun Rossiyadagi atgan bombalarga ashlarni oldini ola silish punkti ashadi. Ashadagi punkt aqiraq Amerikaning Rossiyada itilgan har qanday atom bomba yadrolarni birinchi bo'lib shu yerdan bo'ladi. Eng qisqa joy. Shuning uchun ham bo'shliqni nazorat tutganda bu Amerika uchun Amerikaning jon tomirini egallaydigan yer. Buningda undan keyin yana biri bu bo'lsa to'liq o'tgatdi. Bu Shimoliy qutbning muz tutgan rayonlari bag'antir ozyapti. Bir yer erib ketaverdi. Shuning uchun bu dunyoning savdosida bir yangi parametrga keldi. Kelgusida hozir nereden o'tsa kelgusida Osiyo Yevropa savdosi hozir Siviyash kanaldan mangdigan. Buningda mangmay bevosita mushning ichidan İngilizce bearing deydi. Bo'g'iz orqali shimoliy muz okeanini kesib o'tishi mumkin. Mayli oyoqdan o't, bu yoqdan o't, bu Greenlandda intayin muhim rol o'ynaydi. Hozir Amerika buni setib olay desa, hozir ularning qo'ygan bahasi 1.7 trillion. Bu nereden aldın? Bu ne? Ben görem.
Amerika iqtisodiyotini xel mush iqtisodshunoslarnikida anglayman aşağıdan. 1.7 trillion hazır. Ya meniki de 77 milyard degan gapni qildi. Ya 77 1 trillion 700 milyard. Adı şunun kadar. Endi bahalışıdı qo'yib, olaman deb qolsa qanchalik berdi bahalışıda. Endi Xitoyning, ya men Xitoy kelsak, Xitoyning bu yerga mayli savdo jihatdan, yo bo'lmasa ilmiy izlanish jihatdan bu yoqda Xitoy zo'r kuch va mablag' selyapti. Qachondan o'sha mablag' soldi Xitoy bu yerga? Bu yerga Xitoyning mablag' selishi eng buruni 2005-yildan boshlab ekan, 2020-yili zo'r darajada kuchayyapti. Amerika bilan ilişi Tayvanla ish qilsa, bu shuning qanday mana Washington Gutonning kelaqi mana o Capitol Hill News'ning ko'rsatishicha 2021da China's political influence deydi. Siyosiy bu yerga bo'lgan ta'siri va muhitga bo'lgan ta'siri hozir Xitoyninki bu yerga solgan mablag'i bilan zo'r munosabat deydi. Bu Xitoy bu yerga hozir burungi siyosatni o'zida bu yerga mablag' solsa, men mablag' solaman, sening odamlaringni xizmatga olaman deyapti. Chuqur maosh beraman deydi. Niyada Amerika bilan bu yerni talashyapti. Shuning uchun bu Amerika uchun Amerikaning hayot mamatiga munosabatga birga Rossiyani birga. Shuning uchun bugun degan Rossiyaning diplomatligi, tashqi ishlar diplomati bu yerni nimda u tashqi ishlar diplomati bu yerni Amerika bu yerga kirsa Rossiyaga hujum qilgandek bo'ldi. Buning biz tez kutyapmiz deb bu yerni press secretary Dmitr Peskovda Rossiyaning shu biz bu taraqqiyotni kutyapmiz. Bu bizningki hayot mamotimiz bilan munosabatli deyapti. Shuning uchun bu yerni ishg'ol qilish, bu yerni kontrol qilish Amerikaningki Xitoyni, Rossiyani kontrol qilishni oldi. Xitoy bu yerni Amerikaning qo'lidan ilib olish, Amerikaning u yoqqa bo'lgan ta'sirini kuchaytirdi. Shu sababdan bu hozir bu yer nait bo'ldi. Bu dayliqqa abayda to'liq o'tib ketdi. Donald Trumpning o'g'li bo'lsa, u yer xalqlar nait qizg'inlik bilan ko'rishib oldi. Bu yerni eng oxirgi bunday qisqarib nimishga Greenland deydi. Green degan yeshil degan xat nada desang, burun bu yoqlarda Viking deganlar, Vikingning xalqlar turdi, sizlar bilsizlar. Sizlar shu Gollandiyalarmi burun shu Viking degan. Shu yoq xalqlar dastlab boshqanda xalqlarni jalb qilish uchun yeshil ya mishakasan hamma bor deb shu vaqtga ashaq Vikingning Eric the Red degan shu ismni qo'yib qo'yibdi bu yerga. Shuni bo'lmasa u yer yeshil yo'q. Quruq shu muzdan boshqa hech qanday yeshil yo'q ya. Shu vaqtda qo'yib qo'yibdi, shu ism bilan qilib qolganki. Hozirgi xalqarodagi bu intayin Amerika, Xitoy, Rossiya, Yevropa, ya'ni Rossiya egallab oldi bo'lsa, Yevropaniki qoniga pichoq sanjib qo'ygandek bo'ladi. Shuning uchun intayin bu cho'ng davlatlar o'rtasidagi bir raqobat nuqtasiga aylanib qoldi. Aslında bu haqida birinchidan 7-kuni Donald Trump Daniya qarashli Girland orolini Amerikaning egalik huquqiga o'tkazish uchun Amerikaning Girland oroli qarta harbiy kuch ishlatishni chet qo'ymaydiganligini bildirib, 48 soatdan keyin Daniya tashqi ishlar ministri Daniyaning Girland oroliga bo'lgan egalik huquqidan voz kechishni xohlaydiganini e'lon qildi hamda. Xohlamaydiganligini e'lon qildi. Ya qat'iy bermaymiz, bizning davlatimizning yeri setilish qilmaydi deydi. Sen xato o'qiysan. To'g'ri, men qistirib qo'yay bu yerda. Unda demadi ya. Manda dedi, Daniyaning prime ministerining gapini qo'yasizlar-ku. Daniyaning prime minister qattiq gap qilmadi. U faqat nim dedi deganda bizning ko'z qarashimiz bo'yicha uni nim qilgani bo'lmaydi deb andiki qistirib qo'ygan gapi nima deganda Grenlandiya xalqi o'zi boshqurdi, o'zlari nimdisi shu degan gapni qildi. Shuning uchun abay mening degan nimam shu, Grenlandiya agar Amerikaningki bir nima so'rag'chi, mening Amerikaningki bir usuli Grenlandiyani balkim urush orqali olmaydi. Balkim shu Grenlandiyani mustaqil qilib, xudo abay Panamani qandakda mustaqil qilib qo'yib, andiki haliqandak sizlarni bayqilimiz u bu taraqqiyot qildiramiz u bu degan gaplar bilan Amerikaningki bir beqindi yoki bo'lsa Amerikaning bir
mustaqil bo'lgandan keyin Amerika mustaqil bo'lish bo'lmaslik o muhim emas-ku bu yerda. Agar shular Amerikaningki tuzum bo'yicha, Amerikaning siyosati bo'yicha nima qilganlar bo'lsa, biz dedim Trumpning degani biz harbiy mudofaani biz qilmaymiz dedi. Ama harbiy ish to'g'riliq Mevlam bir narsa senda so'raydiganim Amerikaningki shu bir bazisi bor ekan. Ha, siz aytgan bazba armiyaning Rossiyaning bormi? Mening demoqchi yo'q, Rossiyaning yo'q. Xitoyningmi yo'q? Shundaqmi? Yo'q, Xitoyning yo'q. Bo'ldi, mushu Hadi Amerikaning bazba, Amerikaning ikki bazba. 3 baz, biri harbiy baz, biri olam tekshirish uchirgan ko'zdish, yana biri uchinchisi Rossiyaning otgan iliqi misail. Boshqurgan bombani kuzatish punkti 3 punkt shu bashar oldiganda birli u yerda Denmarkning askari yo'q, birli Amerikaning askari bor. To'g'ri. Bu Gerlan arılı haqidagi nimimiz bir şey bo'lsin. Hozir 1 soat bo'libdi. Programmani yana davom qilsak, Kanada va yana boshqa narsalar davom qilib qisqa o'tib ketib qilamiz. Ya qisqa o'tsak bu mazmunlar nima bo'lmay qoldi ekan. Yana bir o'zgart yaman so'zlayman desam. Qisqa so'zsan shu yiliqi manda osmonda yomg'ir tushdi. Ya men Grenlandiya to'g'ri yana biroz to'xtalaydi. Men shu narsa deb o'tayotganim-ku. Masalan, Grenlandiyaning hozir bu Sitwilish to'g'risi-ku, ma Yevropa nayt qarshilik ko'rsatyapti. Lekin tunug'i men Yevropalarningki bir mutaxassislarning nimasi qaraganda ular deydi, bu Yevropa yanada Amerikadan qo'rqdi deydi-ku. Ba'zi narsalarni nayt keskin holda cho'ngliqi demayapti deyishdan qo'rqdi deydi. Masalan, Daniyaning prezidenti shunday, Daniyaning bosh ministrimi shunday dedi, Germaniyaning Fransiyaningki ular salla qattiqroq gap qildi, lekin boshqa Yevropa davlatlari hozir jimli o'tirdi deydi. Mushtaq ahvol ekanda. Endi bu yerda mendaq bir 4 ehtimol bor ekanda, endi bu Amerika mushu Grenlandiyani o'ziga keltirishda 4 xil nima bor. Men shuni bir tushuntirib o'tay, Abdulimjon agar ma'qul desa. Xo'sh. Mendaq bir narsa ekan-ku, bu yerda men yozib olgandim, shuni bir topay. Yozib olgan narsamning jiqligidan bu yerda. Mendaq narsa, mendaq 4 nuqta. Endi men ma telefonimni yozib olibman. Bu mutaxassislarning analizi-ku, mening analizim emas. Men ham qo'shilmayman bu fikrlarga-ku. Birisi deydi, bu hozir deydi, shu Donald Trump deydi, mushta qo'zil silish orqali bu bir tijoratchi bo'lgandan keyin ashlar besib ishlatish orqali o'zining maqsadiga yetmoqchi deydi. Bir hisobda deydi, balkim Trump Yevropa davlatlari, Daniyalar ma'lum tadbirlarni qo'llab, bo'ldi bu mesela ABD stratejik o'rinni Xitoyga bermaymiz, Rossiyaga qilmaymiz degan ashtaq narsa yalar kelganda, o'zligidan Trump buningdan lose interest qilish mumkin deydi. Lose interest degani voy bo'ldi, bu ish bilan nima var bo'lmaydi deb shuning bilan tugaydi deb deydi-ku, bu ish davron selish bilan deydi. Bu bir kan. Yana birisi nima deganda Grenlandiya, men buni deb Grenlandiya mustaqil bo'lib Andikin Amerika bilan yaqinlashgan bo'lsa, u vaqtidami bu vaqtida bu ish bir taraf bo'ldi, hal bo'ldi degan bo'lsa, strategik o'rinni Amerika egilib olgan bo'ldi. U vaqtida men uni seni setib olaman, seni o'zimdan qilib olaman degan gaplarni shuning bilan tugaydi deydi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi nima deganda Trump deydi, iqtisodiy besim ishlatish orqali. U iqtisodiy besim faqat Daniyaga emas, Grenlandiyaga emas, butun Yevropaga iqtisodiy besim ishlatish mumkin deydi. Chunki Yevropa hamda bir Yevropa birlashmasi qo'y, Yevropa birlashmasi iqtisod jihatdan nima jihatlardan bir gavda supurib qaralgan bilan nurg'un ularning ichida nurg'un surkishlar bo'ldi. Uni Abdurimjon o'zingiz bilasiz, ular ba'zi masalalarni bir yerga tez kelmaydi. Masalan, abay deb o'tgandek, agar Grenlandiyaga Trump harbiy qo'shin o'tib, ya'ni ishg'ol qilib olgan bo'lsa, u Amerika degan NATOning bir muhim a'zosi. U NATOning muhim a'zosi, ya'ni boshqa davlatningki iqtidorchilik huquqiga dasturdi degandek, hujum qildi degandek narsalar paydo bo'ldi. Shu vaqtda Yevropadan andikin Yevropaning kuchi uning yetmaydi. Men Yevropaning mudofaa harbiy kuchi bor, harbiy kuchining nimasi deydi, u qani bir 5 Amerikaningki bir
yıllık budjeti 1 trilyonga yakın pul. Alanınki bütün Avrupa'nın yığın kese 20 trilyon etrafıdaki. Demek iqtisad cihetini aytgan chaqda Avrupa birleşmesi mi Amerikaga tankilemeydi bu yoqdan. Şu taraf sebepler var. Şunun için iqtisadi besim orqali şu Grenlandiyanınki igidarchilik nimasini Grenlandiyanın ya bugan ta'sirini kuchaytirib oldigan bo'lsa, o'lish bir usul. Yani birisi nima deganda Trump buyruq tushiriblar. Bizning shu davlatninki bexatarligiga nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bir o'rin, uni egallab olsak bo'lmaydi deb buyruq tushirib, shuni harbiy avatib shu yerni tortib edish. Uningga deydi bir kun qolmay deydi. 2 soat ichida ep ketadi Amerikaning kuchi. Chunki u yerda Grenlandiyaning, Daniyaning manchi nimasi yo'q. Uning ustiga Amerikaningki bazasi ashada o birdam degallab ketadi deydi. Lekin bu ehtimolmi nihoyat oz deydi-da. Chunki Aştaq tarafları bor deb 4 xil analiz borki hozir. Buning qanday qaraysizlar? Endi Xitoylarning strategiyachilarini tuniga so'zlayotdi. Bu vaqtda Xitoylarning nihoyat qiziq nuqtaga aylandi bu so'zmicha o'rganilan. Mayli Amerika qanchalik pulga bersa, biz ashuningda ikkasi pul berib, biz setib olsak ummamdi deyotdi Xitoylar. Xitoylar biz ashunda Amerika 100 milliard bersa 200 milliard berayli. Biz uni bersak Rossiya bu Xitoyni qo'llaydi. Aşının bunun oturduğumu hazır hem de bu qanchalik taraqqildi hem de ko'rmasdan hem de texi Donald Trump hukukni olmadi. Hazır u og'ziga kelganni davirdi bu odam. Qanchalik amili oshidi, birinchi kun prezident bo'lgandimi, oshi deydi qilgan ish ancha emas. Mushta qila olamdi, lekin bu yana Amerika buni qo'ldan Amerika chiqarib etishga haqiqatan bo'lmaydi. Bu yana qo'ldan chiqarsa Amerikaningki xalqarodagi strategiya harbiy jihatdan strategiya roli jex kimiyib ketadi. Shuning uchun menimcha buningda Amerika bu yerga kelgan ikki partiya birlik kelib, bu ya'ni oladiganga, ammisimi Amerikaning gapi bo'yicha ish qildiganga Denmarkning avtonomiyasida Amerikaning avtonomiyasi qilib etishga nim qilishi mumkin. O nima oldingidan abay so'zlab o'tgan Donald Trumpning o'g'li borganda u yerda xalqlar nihoyat qizg'in qarshi oldi. Nihoyat qizg'in qarshi oldi. Mevlam bir savol sana bu qoldi. Abaylik Xitoy uni setib olmoqchi degan gaplarni qilyapsa, Xitoyning iqtisodi uningga yetamdi. Sen o'tganda bir leksiya berganda, shuningda Xitoyning iqtisodi nacharlashib ketdi, u burunqidek emas deding. Endi shu Amerika bilan basbas shu bahani qo'ya olamdi agar setilib qolgan bo'lsa. Amerika chingdab gaz qo'yolmaydi. Chunki Amerika hech qachon masalan 100 billion 100 milliard dollar hajlamaydi u yerga. Amerika masalan 46-yili birinchi qitim pul berganda 100 million degan. Amerika bermiz degan. Hozir Donald Trumpning hisobini kuchab kelsa 1 billion beraman deydi. O masalan 5 billion 10 billion o Xitoyniki yetadi. Xitoyning Amerikada masalan 3.2 trillion 3200 milyar dolar rezerv var. Onu bir unutmaskılardı. Lekin bir yerde çokum bu paran pul doğruluk besliş bulmaydı. Eğer şunda kalsa Amerika askeri başı asker şu an işgalli kılıvası buldu tüydü. Okey. Amerika'nın askeri var. Başka adamın askeri yok bu yerde. Unda kalsa üçüncüsü nimgüdeyle Kanada hakkıdaki. Muştan kıvadımızga kirgizip tükenmiyoruz. Bunun da pek uzun toktalmayımız hem de Kanada. Kanada. Nimişin hem de bu Kanada'nı Amerika'nın 51. ştat kılışıqa hakkında bu Donald Trump'ın ait küçük bir nimeler ilan kıldı. Bu vaxtda üzerine bildiğanlarını Amerika'daki bu siyasiler bu vaxtda nimedeydi? Aşağı kızık nokta hakkında çıkıp bir düşünsünler. Toğlukta sistem başlıyor. Ya ben xarit doğruluk düşündüreyim o ya. Xarit doğruluk düşündürde kısıkça. Xaritini tushiranda yaxshi xarid qilsa. Ya bu şu demek Kanada'nın teritoriyini ne koydum bu Kanada'nın şu bu dünya boyunca ikinci çoğun devlet bu. Rusya'dan kalsa bu ikinci oranda. Amerika'dan mesela çoğun rakamda. Lakin bununki mavi abay da öttüm bunun ma şimal tarafları var o asasen muzlu kaplangan soğuk yerler. Yerlerde insanlar yaşamaydı. Yaşaydığan insanların hepsi Amerika bilen çigradaş orunlarda bu mındak.
Shuning uchun qaraydigan bo'lsak, men masalan bu Quebec degan shahardaymiz, Montreal degan shahardaymiz, o tarafda Vancouver degan shahar bo'ldi, andikin Hamilton degan shahar bor. Mushlarning hammasi shu Amerikaga chegaradosh yerlar. Aholisininki mening bilishimcha 80-90% ashyalarda yashaydi. Bularning butun aholisi around 41 million. 41 million odam mushunchalik keng zaminda yashaydi degan gapda, degan gap. Endi bularninki davlat kirimi Krim degan gapmi? Territoriyasi. Şeyde bir azraqning bormi şeyde. Men ani ko'ramayaptim, men kichikda. Ko'zdan yuqori. GDP'si 2 trilyon 58 milyonga. Bu hamda abay men Mevlamdan so'rab baktım. Amaliyotda Kaliforniyaninki nimasini yerimiga yetmaydigandek turdi qasam. Shu Kaliforniyaning qancha 3 trilyon mi 4 trilyon uchinchilik qo'ymayman. Trilyon bordi Kaliforniya. Kaliforniya o'zi bir davlat bo'lsa, dunyodagi 5-iqtisodiyotning 5-cho'ng davlati bo'ldi. Mushu 2,58 trilyon degan so'z dunyo bo'yicha 16-o'rinda turdi ekanda. Bularninki hamda adam beshiga chiqqan chaqda 62,766 dollar yezib oldim buni. Lekin bularninki hozir dollar so'ng Kanadian dollar deydi. Kanadian dollarninki qiymati tushib ketdi yaqinda. Tushib ketib, o'z vaqtida men bir 7-8 yildan burun Kanadaga borgan chaqda 1 dollarga 1 Kanadian dollar tengdekdi-da. Hozir qaraydigan bo'lsak, bu 1 Kanadian dollari hozir 70 teng tushib qoldi. Iqtisod jihatdan jiq keyingi surilishlar bor. Bu yerda bu nuqtalarni deb o'tdik. Andikin yana bir narsani bu yerda deb o'tay. Bularning kim Amerikaga eksport qiladigan mollari jami 443 milyard dollar bor ekan. Demak bu Amerikaningki eng cho'ng savdo nimasida bu mandaq jihatdan mandaq taraflari bor. Endi men bir narsani deb o'tdim. Sizlar sol tarafga xarita qaraydigan bo'lsanglar-chi, o'sha Quebec degan yer qaranglar. Quebec degan yer sharq demak qizg'ish rayon bor Kanadaning Quebec degan yer. Quebec degan u yerda fransuz so'zlaydigan yer. U yerlar shu hozirgacha mustaqil bo'lamiz deyotganlar jiqda. Lekin uningdan boshqa hamma yerlar o'tganda men azroq deb o'tdim. Bular hamma yerlar asosan inglizning ta'sirini oldi. Bular ingliz so'zlaydigan shu Britishlarninki nimalari, ajdodlarida. Ular oyoqdikilar. Endi qizg'ish yer nima uchun qanday bo'ldi deganda, o'z vaqtida Napoleon, masalan, Louisiana Purchase degan Louisiana City Village degan narsa bor-ku. Shu qizil territoriyalar Amerikaning o'ttirdagi 3dan 1 qismi Louisiana degan yerlar bor, Fransiyaga qaratdi. Napoleon o'z vaqtida Britaniyaning ta'siridan sal cho'chib, shu vaqtida shu Louisianani, Amerikaning 3dan 1 qismini Louisianani bir hisobda bekor berib o'tgan desak bo'ldi. Hamda inglizlarning ta'siri bilan kuchayib ketmasin debchi shunday qilgan shu vaqtda. Chunki mushtaq bir tarixiy nimalari bor bu yerda. Endi bu Amerikaningki 51-shtati bo'la olamdi yo'q degan masala. Buni eng oxiri berib nega taqishdi deganda, Amerikaningki iqtisodiy taraqqiyotining nimasi qaraydi. Demak, mening fikrimcha, bu kelgusi 2 yil ichida Donald Trumpni biz 4 yil prezident bo'ldi deymiz-ku. Amaliyotda uni sinaydigan yil shu 2 yil. Ya'ni 1 yil desak bo'ldi. 1 yil atrofida agar o'zi bergan va'dalarni amalga oshirolmaydigan bo'lib qolsa, Amerikada bir demokratik sistem. Vaqti kelganda uni tushirib o'tish, yoki bo'lmasa uning to'zilishini tushiramaydi-ku. To'zilishni tushiramaydi, lekin 2 yildan keyin buning asosan kongressdagi kongress a'zolarini shu mutlaq ko'p demokratik partiyani saylab qo'yib, shuning bilan Trumpning ishini oqizolmaydigan bir holatga olib qo'ydi. Mundaq bir yerlar bor-ku. Shular bilan bog'liq. Mencha shunday o'ylayman. Agar Amerika Trump o'zining va'dasi bo'yicha Amerikaning iqtisodini o'z degandek shu Make America MAGA
magan qılalaydigan bo'lsa, o vaqtida anınki Kanada'nı 51. ştat emas. Muşu bütün Şimali Amerika'nı men xaritaga yozib qo'ydim. Anglab ko'rdinglarmi? Şimali Amerika birleşmesi deb atiladigan xuddi Yevropa birleşmesidek bir cho'ng bir siyosiy gavda tikilib qelish ehtimoli nihoyat cho'ng. Chunki men mayada bir narsani deb o'tayman. Kanada'nın o iqtisadi Amerika'nın ancak yer asman fark emas. Lekin o janubdiki Meksika'nın xili emas. Lekin aşağıda yana bir uçak 10 neçe devlet var. Bu devletlerin hemmisiga men bağlan. Mevlan sen mi bağın mı diyeyim bir yerlere? Men hemme devletleri bağın. Kuba'dan başka hemme devletleri bağın. Bir aşağıda benim bir adetim var ki çık adamlar bildi. Bir yere bağın dikin oturup çayxanda oturmam mı? Takside oturmam mı? Yani bir yerde o yerlik adamlarla da o paranlışı men şu. Paranlışı şuların neme oylaydıganlığı ne? Gerçi toluk 100% bilemezsen mi bunun asasen neme oylaydıganını bilir. Ulanın iqtisadi ahvalları yani nurgun cihetlerden itkan çağda Amerika bilen nahayeti ziç bağlılık ekan şu. Bularning nurgunları yaşadı. Sizler şu uzanlarning Amerika'ya kirib ketishini qo'shilamizlar, 100 qo'shilamiz deb ashtaqlaydi. Hatta Amerika'ga kelishni, Amerika'ga kelib yashashni xohlaydi. Bu odamlarga agar demokratik huquq berilib ketib qolsa, o Amerika'ga vataningni sotamsa degan yerlar kelgancha sotdiq deydiganlarda, mundaqmi shu kishi ushchoq davlatlar. Meksikaning ahvoli biroz o'xshamaydi, lekin Meksikama o'zinglar bilsizlar. Meksikani o'tganimi deb o'tdik-ku. Masalan, Kaliforniya tarafını alaylı, Texas tarafını alaylı, Florida tarafını alaylı. Hatta şu Amerika'nın 3'ten 1 kısmındaki yerler var o öz vaxtında şu Meksika yani öz vaxtında İspanya var o İspanya'nınki təsir dairesi. Bular bilen şu Mevlan obdan buldu. Bu Meksikalıklar bilen Kaliforniya taraftaki Latinolarınki onun oradaki farkı yok teklide bular. Bularning köpüncesi Amerika ketilişine razı oldu. Şunun için Janubi Amerika'da çok gap yok. Eğer Kanada mu aştaq bir yer kelib biz 51 emas bir 4 ştat bulup sizler qo'shilsak bo'ldi degan edi. Quebec degan yer balkim yo'q biz mustaqil bo'lamiz deydi o. Qolgan taraflari balkim Trumpning nimasi bo'yicha biz Amerika qo'shilib ketamiz deydigan gapni. Shu vaqtda qanday bo'ldi deganda Janubi Amerikaning janubiy qismlari, masalan, shu Qatar, Honduras deymiz, nima Panama deymiz, shunday bir qancha davlatlar bor-ku. Costa Rica, El Salvador, Belize, nima Jamaica, Haiti degandek bu davlatlarning hammasi, Nicaragua degan davlatlarning hammasi osonlikcha Amerika qo'shilib ketdi. Agar Meksika qo'shilib ketib qolsa, Kanada qo'shilib ketib qolsa, Grenlandiyani situasiya andikin bir birleşme, Avrupa birleşmesiydek-ku, o'zlari hammasi o'z oldiga bir davlatdek nim qildi. Mushtum ehtimoli bor buning. Mening ko'z qarashim bu. Buni boshqalar bunda deb baqqanni ko'rmadim. Mening bir ko'z qarashim mushtarak bo'lyapti buningga. Demak, Amerika mushu Donald Trump'ninki kengaytish ideyasi balkim amalga oshdi demoqchiman. Unda to'g'ri sizga qatılgan vaqtga demangiz olsa, ham so'z sizda. Nima to'g'riq bu Amerika bu Kanada Amerikaning bir shtati bo'ladi, Meksika qaytilib ketdi degan bu bir yillik g'oyibona. Yilqi rasmiysan, yilqi bangining tushi bu. Hadi Kanada'nın ministri var. O emas Amerika'nın Seattle ştatı bizning Kanada tabi bizning ilib olmiz deydi. Man Meksiko deydi, ma Kaliforniya asli bizning yerimiz, biz ilib olmiz deydi. Hadi şuna çıkamak Meksiko'da hakla biz uruş bile almagan bile ahalda almiz deydi. Bizning Kaliforniyada 34% adam adı Meksikalıklar bu oldu. Bular tuğdu. Meksikalılarda balı çekleşini bular keslik kıldı. Balı çekleşini bulanın dinide çeklaydı, yol koymaydı. Şundan qarsan 7'de 10'dan tuğuya verdi. Bular çoğun bir öyler oturmuş demeydi. Küçük bir 2 yıl öy bolsa yaşap ütüp, tuğum yap, hoşal ütüye verdiğin hak bular almış deydi. Hem de bu Amerika'nın prezidenti, bu Kanada bizge ötüp ketsin. Kanada senin işki manı ötüp gitmen diyen
Yılıq uşaq balalarının cidili, yılıq işki bala soquşup git, bazı mən apamını çağırıp çıxma degenge oxşaşlı gepler bu. Hiç qandaq yılıq əmili əhmiyeti yok bu geplerinin. Ya sen benim gepimnin tüpmənisi düşənməpsən. Mening deyotganim Avropa birləşməsində birləşmə degan gapni qilyaptım. Ya şu birləşmə. Ya adı Meksiko bilan Kanada'nın müdafiəsini Amerika qovdaydı. Ha? Uşkilsin hərbi pul xərcləyirdi. Onların qurallarını Amerika verdi. Lakin o maslanga o Kanadalı burun Amerika əsliyəlikə burun Kanada'nın ştat qılmış üzünə bir qılmışlar soqaşqanda Amerika məğlub olub ketib, endi Kanada müstəqil olub ketgan. Meksiko'nun Kaliforniya'nın ip bulup şeyken toxtunu uyaqda yetenmedi. Endi bu asası cidel beyetki nimi cidel deysen asası cidel bula yılıqı halatla mahiyet emas. Amerika'nın deydiğini bir yerde Kanada'da Trump'ın dedi Kanada arqılıq, Meksiko arqılıq Amerika kilovatkan köşmeller intayıncıq. Bulup mu Meksiko'dan Kanada'dan kilovatkan. Bu bir. İkinci Amerika kirgan çekimlikler Kanada'dan kırıvatkan çekimlikler nait köp. Şuna Donald Trump'ın sen aşı çekimliklerini köşmelliklerinin aldığını alsa ammısan bajını 25% üstürüytümen deydi. Kanada eğer benim bajını öltersen ben sana teminlatkan gazını neftini toxtuytümen, yağışını toxtuytümen deydi. Bu ikisi, lakin bu ikisi bular dostane devlet en ahiri cozluq gelip bu meseleni çıraylı hal kılıdı. Bu otlar ciddileşmeydi. Mesela Afrika'daki devletler, o yaxtaki bir muncu devletlerini o tuğluq tek getdi. Ula Amerika'ya qitilmen desmi Amerika anmaydı. Nimigi bakıdı, sen bir devletinin ziminini iliş mühim emas, şu devletinin ki mənbəsini iliş mühim. İşgal qilsa eşek şirket koyup onun mənbəsini Amerika hem asa bir munç o gaday işini uqmaydigan adamlarni Amerika iletini koydu. Her gün yıkın kegizmeydi. Şu için bu otururken lekin Kanada, Amerika, Meksiko otururken bu talaş tartış bir yıl bu anki 3-4 ay qamay nayt çıraylık hal bop tügeydi. Bir yerde çoğun bir qiziqarlıq Allah dep ketek iş çıkmaydı bununda. Donald Trump muşu arqılıq Ağlaq bilim işleti atkan gel. Sen köşmellen baş qoğun, bizge kirip atkan zaharlı çikimlerini kontrol qılğın. Sen onu qılmışsan, ben sana bajını iğirildim. Dep bulup, ende qağallar ile annan bu da cideler soquşu aşına oxşaş paranlar. Bu üç devletine oturda çok vakayla çıkmaydı. Qarabdı, Donald Trump hukukunu ile işgay qanmay bu üç devletine oturdu. Ondan sonra hep telek okuydu. Ya şu vaxt yani bir Unda olsa Kanada hakkında yana baş qatığan ya barmı ya qatığan bulma qapqası başqa bir tema kirimiz. Ya qatımızda qitilaverdi. Ya hazırlık bugün vaqt bek so'z. Unda yana bir tema kiraylikda ham hozirgi biz Amerikaniki zimin setish tarixidan hozirgi nazar deb buni nim qildik? İki qism qildikda hisobda. Oldingi birinchi qismida asosli temasi shu Amerikadan tarixda setib olgan ziminlarni qisqacha tushundirdik. Onun keyinidan bu qatimda yangidan chiqqan kuchni, ya'ni qaytarmoqchi bo'lgan uchlarda o'tirdim qildik. Endi bir savol bor bu yerda so'raganda, shu Amerikan zimin setish tarixi oid savollar bor. Oldingi hafta so'ralgan savolda oldingi vaqt chiqmay qolib qoldi. Shunga chiqib bugun so'ray o'ziga javob berib qisqa beramiz, javobni uzunroq kelmaydi. Birinchi Amerika tarixida boshqa davlatlarning zimini setilishga maqsadi nima? Shu qadar zimini setib olibdi Amerika, yarmada 3 nima qilaman deyotdi. Bundas maqsad nima? Bak söhbətlər dep bulduk bunu. Bayılığın iliş, strateji oyununu iliş, aşlağı muşulasını siz abak söhbətlər muşun dedik ku. Şu hazır bak yig'inchoqlayapmiz, mana yig'inchoqlab yana bir tema kiramiz. Strategiya, bayılıq, strateji o'rinni ilish, boyliqni ilish. Shu ikki maqsad. Unda qolib qolsa Amerikaning zimin setilishiga nima ta'sir ko'rsatgan, zimin o'rinlar qanday tanlangan? Shu har bir savol salla nima bo'lib qoldi bu? Tushunib ketdim. Amerikaning zimin setilishiga nima ta'sir ko'rsatgan, nima sababdan Amerika ta'sir qilgan narsa?
Buni Abdurjon o'tganda mushto'g'irliq xili biroz to'xtaldi. Amerika ko'chmanlardan boshlangan, keyin zimin kengaytirish degan manifest degan ideyalar bilan kengaydi, kuchlangan siri andikin ziminni texnik kengaytib hozirgi darajaga olib bordi. Endi hozirmi shuning davomi bir hisobda shu Janubiy Amerika, Shimoliy Amerika, Grenlandiya andikin o şeylerning hammasini Amerika hamda bir hisobda hozir ba'zi ko'z qarashlar bo'yicha hamda men ko'rib baqsam Amerika yana shu imperialist davriga qaytyotidi degan gaplarni qilyotdi. Bu hamda undaq bo'lib ketmasligi kerak, lekin yana AB'ga o'xshashda masalan Yevropa birligini alaylik. Yevropa birligini o'z vaqtida degan o'zaro shundaq jidallashib, so'qishib, nim qildigan nurg'un jidal majralardan andikin pachinib ketganda dastlabda pachinib keyin asta hamda birlashib Yevropa birligi deb atiladigan bir siyosiy gavda bo'lib qoldi. Mening AB'ga ko'z qarashim shu, hamda Amerika shunda bara oxiri shundaq bir gavda bo'lib bo'ldi. Shuning uchun bu asosli nimasi shu, hamda boshqa andikin dunyo kuchlari bor, hozir hamda Xitoy o'z vaqtidagi sobiq Sovet ittifoqininki o'rnini ivatqandiki bu ikki cho'ng gavda davlat dunyodagi manfaatni talishimiz deb mushtaq xo'sh ishlar yuz beryapti. Yana bir savol, Amerika zimin doirasini kengaytirish jarayonida yerli xalqlar qanday siyosatlarni qo'llangan, buning foyda ziyonlari qanday bo'layotdi? Voy masalan Havoyni olgin. Havoyni oldi, olgandikilar Amerika nim qildi, sen shuni xalqqa hammasi garajdan bo'lding deydi. Shu Amerika garajdan hammaga berib kelish huquqini berdi, pasportini berdi, manfaatini berdi, xizmat qilish erkinligini berdi. Shu Amerika garajdan qilib maktablarni ochdi, shirkatlar soldi. Uni tez suratda Amerika o'zining garajdan qilishga tirishib o'tmoqchi bo'lib ketdi. O'zini ayrim turishini xohlamaydi. Amerika degan bir melting pot, doshqozon. Dünya bizning masalan Los Angelesda 1200 dan ortiq millat bor. Shunda hamma millatlar qarsang o'z oldiga yashaydi, o'zining rayonida masalan Uyg'urlar, biz o'zimiz bir Koreyaliklar, Albaniyaliklar hammasi yashaydi, lekin butun bir gavdada hammasi bir Amerikalik bo'ladi. Tamam. Şuna şu bir bu aşı şekilde aşan akıldı mişanı xalq qıplıйды. Sana ola alayda ihtimal berip yançonga 1 milyon pul sep koyduğun iş yok. Sen garajdan buldu işleyse şunu mişanınki Amerika o'xshash yana huquqdan bahramand bo'ldi degan gap işte. O'xshashlar. Endi yani bir yabama ketib qo'yay. Masalan bizning Kaliforniyada qadimki Amerikalik indigenous indiyaliklar bor. Bu Amerikada birdan bir indiya. O indiyaliklarni alayda huquqi bor. Masalan bir shirkatda bir indiyalikni xizmat olgan bo'lsa, shu shirkat vayron bo'lib butunlay taqilib ketguncha indiyalikni xizmatdan bo'shtanmaydi. Masalan, mishad bir maydonda Amerikaning bizning Los Angelesning shahar boshlig'i atiganlik yig'in ochiman degan bo'lsa, masalan indiyaliklar yo biz atiganlikka ashada biz indiyaliklarning bir faoliyatini qilamiz desa, shu yana shahar boshlig'i bo'shtidi. Bularning asli bular yerlik deydi, shuni bo'shtidi, shu yer bor. Bir indiyaliklarga alaylik bor, qolgan hech kimga yo'q. Ya mana bir gap qilib qo'yaman, Kanadaning shu g'arb tarafda ashada 4 cho'ng şu yerlik Amerikanlıklarning bir davlatlar var ashada. Ular degan shu xeyli avtonomiya kuchga ega ular. Shunday ishlar bo'ldi. Amerikaning Kaliforniya tarafdan bag'ida emas bir nimalar. Xo'sh. Bizning UCLA eng dog'liq professor bir professor bor. Ash professor Amerika indiyaliklarning qadimgi til jabduqlarini qilib, Amerikalik indiyaliklar tigi taktidan kelsa biz bilan so'zgan ashlar Uyg'urlar aşaqdan kelgan deydi. Unda qolsa bugungi suhbatlarniki asosiy qilmisi tugidi. Endi har qatalik bir programmada biz programmadagi asos mazmundan bir Sharq Turkistonga Uyg'urga bir nazar, kichik bir xulosani chiqarishdan tugatsak deb o'yladik. Unda o'qa vaqtida hozir shu tor dunyosida bo'layotgan bir necha kundan ichidagi kuchlik talash tortish mening yozgan bir yozmam bir hafta oldi e'lon qilgan bir yozmam bordi. Sharq Turkistonda Donald Trump qisatayli biz Amerikaning 51 shtat bo'lishni xohlaymiz degan bir maqolam. Bu maqolam tor dunyosida e'lon qilingandan yo'q kuchli g'ulg'ul paydo qildi. Ba'zanlar
bu maqol yaxshi yozilibdi. Bizning bir ishimizni o'ylayotgan, chiqarilmagan nimamizni bir qalam orqali buni bir o'tirib chiqib yaxshilabdi deb qo'llayotganlarmi bor. Biz ham Sharq Turkistonni mustaqil qilmagandan keyin u yer bo'layotgan qirg'inchilik haddidan ziyod chekda eshitib Uyg'ur yer yuzini yo'qolib ketayotgan mushta bir mezgillarda biz Sharq Turkistondagi qizilin boyliqlarni setish orqali Amerika boshqa g'arb davlatlarini diqqat o'shaga tortish orqali o'zimizning mustaqilligini qo'lga ilish uchun mushta bir o'ylaganimiz yaxshi maqol ifodalanibdi deganlar bo'ldi. Bir qismda bo'lib qoldi, sen vatan millatdan xoinlayotsan, vatan millatni sotanmaysan, satsak bo'lmaydi, vatan millatiga onu vatan deb adabiyot o'qitsa manda kirayotganlar borda hamda. Shunga men bu narsa siyosiy nuqtadan ko'rdim. Siyosiy nuqtadan ko'rdim, siyosat degan shunday rayimsiz narsa ekan, siyosat deganniki Allah'ını tanımaydı iken, din tanımaydı iken, millet tanımaydı iken, ota-ana, urug' tuqqan, aloqa hech nima tanımaydı iken de bularning qimmati yo'q. Siyosatdan faqat tanıydigini nima desa, boylik, manfaatdan boshqa tanımaydı iken. Men bu nuqtani asos qilib turib, hozir Sharq Turkistonni satayli degan Sharqdan igilik huquqini demadim, faqat Sharq Turkistondagi zimin boyliqlarni aşağıda. Adil Mevlan kamdida dunyoda eng qimmat bo'lgan aloqa bir nimaniki 70% bizning Sharq Turkiston chiqar ekanda mana masalanga. Shunda qizilin boyliqlarimiz jiq bo'lgandan keyin shu qizilin boyliqlarni yo 100 yil ishlatish huquqini Amerikaga, boshqa Yevropa davlatlariga berish orqali shuning badaliga Uyg'urlarga yordam qilib, Sharq Turkistonni Xitoy tajovuzchilaridan qaytarib olishga yordam qilib qolsa, g'arb davlatlar bumi bir meniki ya'ni xiyol tafakkurimda bu mazmunni o'tirib qo'ydim. Bunu bilan g'ulg'ul bo'lib ketdi. Mushninga siz Amerikaning zimin setilish nimasida ishkan yaxshi suhbat qilib berdingiz ikki qatam. Mush nuqtadan chiqishga vaqtida biz Sharq Turkistonning jo'grafiyalik o'rnimi Panama, Irland nimaga o'xshash noyati strategik geopolitik o'rin intayin muhim. Xitoy shu bizning Sharq Turkistonning qizil boyliqlarini elish orqali dunyoga hujum qilmoqchi, Sharq Turkistonni mangu o'zlik mustamlik ziminiga aylantirish orqali o'ziningki bir balvoq bir yo'l qurilish orqali Sharq Turkistonni saklash taqdis qilib butun dunyoga tahdid bo'layotdi. Shunga bizning Sharq Turkistonning mustaqilligi Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishdan bish qilib o'talaydi. Shundaqlar Xitoyning xam xiyollarini shu bishkida ujuqtirib o'talaydi. Men mush nuqtani kuzatib turib, o'zimning yozmasini yezib chiqdim. Yozganda hargiz Sharq Turkiston sotaman degan bir xiyol tafakkur, tasavvur. Xitoycha Sharq Turkistonning qizil boyliqlarini net 100 yilning yog'i kecha kunduz to'shib qishqirga to'shib orqali qo'yganda Sharq Turkistonliklarga Uyg'urlarga 1% nimasini bermagilik. Xitoy osib bo'ladi ekan bir narsani qizil boyliqlarni biz shu qizil boyliqlarni Amerika boshqa g'arb davlatlarga berish, hatto shu to'xtam tutish orqali bir siyosiy o'ylash orqali bizmi shularni jalb qilib Aşağının mustaqilligini asliga keltirish uchun bir siyosiy qimoqqa do'g'itsa qanday qildi degan bu o'yni o'ylab chiqdim bu narsadan keyin. Ana buningga sizlar qanday qaraysizlar? Eng avval o'zimizga, Amerikaning zimin setish tarixida o'zimizga bir og'dirib baqaylar. Xo'sh, avval sizlar boshlaylik. Men Abdurimjon yozgan maqolangizni o'qib chiqdim. Bu yerda siz o'zingiz degandakchi, u yerda siz bu yerda qo'pib sotma degan nima emas. Sizmi uningga ega bo'lib uni sotamaysiz. Shundaqmi? Ana bu yerda faqat demoqchi bo'lganim nima deganda shu Xitoyning shu Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olib, Asiyaning boyliqlarini shu biz Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Tatar barliq millatlarning shu nimis raisizlar o'z oldiga uning foydasini ko'ryapti. Shuning uchun sening o'rningga, sana berganning o'rniga biz Amerikadek mushtaq qudrat davlatga buni topshirib bersak, bizga ig'dorchilik qilsa degan mazmunda yozdingiz deb tushunmanchi u yerda. Bu yerda mandaq bir masala borku. Hozirgi biz Sharq Turkiston xalqining bu yerda kişilik hukuk emas, hech qanday hukuk yo'q. Bizning hozir u yerda it, mushuk, nima degilar bizni odam qatordim ko'maydi. Biz hozir quldimmi betar bir ahvol ostida. Irqiy qirg'inchilik qilinayotgan ahvol ostida. Butun dunyo buni biladi, bilmaydi emas bu yerda. O'sha 6-7 yildan beri mush gaplar o'tirib qo'yilib kelyapti. Endi bu xalqarodan
Bo'libmi Amerikada quvvatli davlat buning qarab o'tirdi. Buning bir sababi bormi edi? Nima sababi deganda, Abdurimjon siz dedingiz strategik o'rni edi. Strategik o'rni haqiqatan strategik o'rni muhim. Bizning yer osti boyligimiz nihoyatda mo'l. Neft bo'lamdi, nurg'un narsalar. Men o'tganda bir shu to'g'riliq bir video ishlab yozib chiqqan narsa, sonlarni hammasini qo'yib. Bu jihatda gap yo'q. Lekin mana siyosiy jihatdan aytgan chog'da strategiyalik va xalqaro strategik ashundoq o'ringa ashundoq hal qilmish bo'lmaydigan holat kelmadi. Nimalar to'sqinlik qilyotdi deganda O'ttir Sharq masalasi. Shundaqmi? Ukraina masalasi. Yaqinda Suriya masalasi bo'ldi. U endi uni qayerga bordi, uni hozircha qaraymiz. Mushundaq masalalar borku, dunyoning diqqatini ayaga tortib akib bordi. Buni tortib akizish, bu dunyoning diqqatini shu yerga tortib akizishni Xitoy oqida nurg'un mablag'larni xarjlab, nurg'un nimalarni bu yerda qilyotdi-da. Mushtaq ahvol ostida qanday bo'ldi? Dunyoning diqqatini ayaga borolmayapti. Masalan, Afg'onistonda Amerika shahar 20 yil judi. 20 yil yurib, shu yerni shunday nim qildi, eng oxiri kelib berib hamma narsani tashlab qo'yib yenib chiqdi. Uni hozir shu yerlik Talibanlarga beryapti. Talibanlar hozir Xitoylar bilan hamkorlashib qo'yadi. O'ttir Sharqda bo'lgan ishlarmi shundoq. Endi hozir ma Isroiliya bilan Isroiliya bilan nimadiki Hamas orasidagi bu jidallar bo'yatdi, dunyoni diqqatini shu yoqqa qo'ydi. Men deyman, mushu rayonlarning masalasi bir hal bo'lgandan keyin dunyoning diqqati nayt tezla Sharq Turkistonga markazlashdi. Albatta, Sharq Turkiston markazlashish uchun qanday qilish kerakligini biz Sharq Turkistonliklar mavu o'zimizning vatani degan irodani shu ruhda bo'lish kerak. Agar biz u ruhni yo'qotib qo'ygan bo'lsak, qanday bo'ldi deganda, voy Amerikaga berayotgancha Xitoyda turaversak bo'laverdi-ku degan ideya bor. Mak kishilik huquq da'vosini qilayotganlar bor-ku, shu yo'lga menyapti. Biz mushundaqlar hozir amaliyotda bizningki shu Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun eng cho'ng to'salg'ular shular. Biz Sharq Turkiston ishg'oliyat ostidagi bir davlatdi. Bizni Xitoy tajovuz qilib, hozirgi 21-asrdagi mustamlik tuzumda yashayotgan degan narsalar bo'ldi. Bu misol Grenlandiyaning gapini qildik, Panamaning gapini qildik, Janubiy Amerikaning janubidagi bir qancha ushshoq davlatlarning nimalarini qildik. Ular nima uchun o'z maylidan berib o'talaydi? Ularga nisbatan aytgan chog'da Mavlonmi deb o'tdi, Amerikaning ularni egallashi, ularning yerlik xalqining manfaatiga yaxshilik keldi, yomonlik kelmaydi. Bu to'g'rilamda ba'zi sal chatnab qoldimi, o'qimadim, ish qilib mushtarak. Endi sizning mencha Uyg'urlarning har qanday fikrni o'ttirg'i qo'yishga jur'at qilish kerak. Sizning nimangizni men bir hisobda shu nimangizni hurmatlayman, shu o'yingizni, fikringizni o'ttirib qo'ya oldingiz. O fikringizni obdan o'qib chiqinglar qarindoshlar. Boshdan oxir o'qib chiqib, nima deyotganini tushunib, undan keyin haqqi nima chachilgan ishlarni nima chachil deymiz, haqlar bo'xton chaplaydigan andaq degan narsalarni qilinglar. U o'xshamagan fikr o'tirib qo'yilyapti deganlik. Navoda deylik, masalan bizniki vatanmi bir mustaqil bo'lmay Xitoyda biz ashad erkin bir so'z qilish fursati qolgan bo'lsa, masalan deylik, mushda ideyadan birimiz Trumpniki Kanadani 51-shtat qilib olish, Panama bilan e'lonlarni chetelish haqida planlashda qo'yayotgan mezgilda bizning vakilimizning birisi, rahbarlarimizning birisi xalqaro oshna bir mayatlar e'lon qilayotgan bo'lsa, u bir kuchli bir portlash xabar bo'ladi-da hamda. Lekin bizning bu xalqaro hech qanday bir ovozimiz bo'lmagandan keyin bu ovoz anglasak, o'zimizning millat tarafidan ba'zan qarash yaxshi fikr ekanligi bilan ko'pincha ba'zanlar yana buning vatan sotgan vatan xoini bo'lsa, o bu deb vatan setib ketgan vatan. Zodi oppoq qo'shin taraf setib ketgan bu tim ayrı bir kiramiz-da.
Uningda Xitoyning oldida xorlanib, jazolar inson qilib chiqqan qo'riqni ko'rib, nafas og'irlik nimiz qolmaganda Xitoy elayotgan Sen sual so'rayapsan, nutq so'zlayapsan. endi sizga Mavlon aka. Shu sen nurg' vaqtda sual so'zlamay qarsam 5 Qanday qaraysiz siz? Endi sening bu Sharqi Turkistonni ma timaring. Cuma mazmun men nimani o'qidim, video so'zligini angladim. To'liq anglat. Ma Sharqi Turkistonni Donald Trumpga satayli deb. Sen Uyg'urlarning tarixida birinchi davlatni satayli degan odam. Bizning tariximizda birinchi jumhuriyat, ikkinchi jumhuriyat amaliyotda oldingi asrning oldingi yerimida ikki jumhuriyat emas, biz yamanjiq jumhuriyatlarni qurib o'tgan bu yerda. Xotanda qurilgan jumhuriyatdan 7-8ni qurib o'tdik-ku deyman. Bu jumhuriyatlarning hech qaysini sotmagan, biz berib o'tgan. To'g'rimi? Sen birinchi bo'lib Uyg'ur tarixida Sharq Turkistonni satayli degan odam. Senda mayli uning mazmuni nima bo'lsin, sening lozungang satayli dedi. Bu xuddi yiliqi qichishmagan, ya'ni qashlagandek bir gap bu. Bu vatanni satayli degan bu bizning Uyg'ur milliy ruhimizning mayli boyligini bo'lsin, mayli nim bo'lsin, Xitoydan qutulayli. Haqiqatan Uyg'urlar deydi hozir. Mush Xitoydan qutulgan shu Afrikadagi bir gaday davlat bizni ishg'ol qilyapti mayli deydi. Uyg'urlar shunchaki yerga keldi. Yani burun Uyg'urlarda milli gap bor. Xitoyning gulini purg'icha o'risning po'qini pura deydi. Şu o'rislarga masalan dadalarimiz shu rost desa vaqt mushta juxunib so'zlab ketadi. Biz shuning uchun bizda bu ideyani sening bundaq Sharqi Turkistonni boyligini sataydigan intay pasib ideya bu. Bu Uyg'ur milliy ro'yiga hech qanday ahamiyati yo'q bir ideya bu. Hamma hozir hech qanday amili yo'q odam. Sen bir shaxsiy, bir tashkilot emas, Uyg'ur nimasini emasdan bir yerga satayli degan bu bir intayin pasib, intayin Uyg'urlarning ro'yiga ahamiyati yo'q, lekin ro'yi jihatdan intayin pasib bir ideya bu bir. Meni deydiganim shu, hammani men anglab chiqdim. Endi bu yer Mavlaka manda bizning hozir dedik-ku bu Xitoy dunyoga super bir kuch bo'lib ketdi. Bilaverdimiz iqtisodiyat olsin, harbiy kuchiyat bo'lib qolsin. Biz shu vatanni qutqizimiz, mustaqil qilamiz deb tam Manjun xonadonlik 1755 bosqanda hozirgacha nurg'ulg'on kurashlarni qildik. Oraliqda qisqa muddat mustaqil bo'ldik. Yana siyosatning qurboni bo'lib, yana Xitoy tajovuzchilari mustamlika qilib qoldik. Endi hozir yana sharqda mustaqil qilamiz deb cho'ng deymiz. Hech qanday niyatda yong'inimiz yo'q. Lekin qo'limiz hech bir imkoniyat yo'q ya bir narsanikidan. Qadaqimiz vatandagilarni mustaqil qilamiz degan sir Xitoyga qutulsak degan sir vatandan texmi yo'qolib, sonimiz azab ketyapti. Dunyoda ovozimizni anglolmayapmiz. Buningdek yoshda xorlat qilib qolgandan ko'ra Sharq Turkistonning qizil temiz ashlab qo'ydim. Xalqning diqqatini tortsin debchi raskan degan vaqtda. Ishki mazmun yig'in chaqlaganda Sharqlarning geopolitik o'rnidan chiqish nuqtasi qilib turib, dunyo tahqiqotgan Xitoyni faqat Uyg'urning qo'l orqali Xitoyni chakriyalaysan. Bizning qizil boyliqlarimiz var, hammamiz var. Mushni birayli satayli. Miyak chetishgan narsa men qaratgan nuqta ma nuqta. Mayli qaysi nuqtadan bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi bu maqsadning hech qanday amaliy ahamiyati yo'q. To'g'rimi? Hech qanday amaliyat yo'q. Rossiya, Amerika yani demaydi. Undan keyin bu bir sataydigan bu tarixdagi ish qilib endi hech bo'lmaganda Uyg'urlarning Wikipediyasi kirsa, Uyg'ur Sharq Turkistonni tunji satimiz degan odam bo'lib, rekordga jini rekord kirsa, bu Uyg'urlarning ro'yiga biz Uyg'urlar o'zimizning kuchiga tayinimiz, biz mustaqil qilamiz. Hozir qara biz Amerikaga chiqqandan hozirga nisbatan esa xalq arada Uyg'urlarning ovozi mamlakat ichida qirilyapti Xitoy bir chetdan. Xalq ajoyib nimqotir ilgirlash xeyli bor. Bizda bor. Vatan ichida shuncha qirg'inlik ichida Uyg'urlar nim qilib ketib bordi. Xitoymi hozir iqtisodiyotda shunday yiliq vaqtda osmon gul bo'lgan, bu iqtisod gullangan iqtisod shunday tez dumkimirilyapti. Hozir oldin kuni men Pidayninki dedim. Bankdan Xitoyning bankidan 400 banki vayron bo'lish oldida. Xitoyda 1150 banki bor, 400 banka vayron bo'lish oldida. Yerlik banklarni hisob qilmaganda. Shuning uchun biz bunda vaqtida biz o'zimizning kuchiga tayinib mustaqillikka erishimiz degan ideyani buni tovlandirish kerak. Masalan, Seriyani nima qildi?
biz bütün kuchimiz bilan mushuni qilib biz Uyg'urlarda bir aktiv ideologiyani asli keltirish kerak. Bundaq pasif ideologiyalarning Uyg'urlarning hozir harakatiga hech qanday ahamiyati yo'q, foydasi yo'q deb o'ylayman men. To'g'ri Mavlon aka, gapingiz to'g'ri. O'zimizni kuchga tayanib qilsak bo'ladi. Ashta degan sir chet eldagi ahvolimiz qarasak, tashkilotlar, cho'ng-cho'ng nimalar tashkilotga qarasak, hammamiz chechilang'o, hammamiz o'z oldiq bir tam qurib olgan, shu tomning ichidan tinchliklarni sirt kirgizmagan, yo sirtga yaxshi aloqa qilmoqlikda bu narsanikidan. Bu bizning chechilang'oligimiz, millatlar u boshqa masala. Uni tashib ketsak boshqa masala. Uni ayrim tadqiq qilsak bo'ladi. Lekin u masala bilan bu Sharq Turkiston mayli sening mazmuningni o'qidim, so'zingni anglab chiqdim. U nima bo'lishidan qat'iy nazar Amerikaning 51-shtat qilayli, Donald Trumpga satayli, bu sening lozungang ko'tarib chiqqan. Shuni bu lozunga o'zi Uyg'urlarningki mustaqil harakatiga, ruhiga nayt pasif rol o'ynaydi, hech qanday aktiv rol o'ynamaydi. Bo'ldim. Siz uni qarashingiz hammadamniki erkin fikr qilish haqqi bor. Erkin fikr yaxshi qo'yding. Fikrni, savolni yaxshi Uyg'urlar deyman-ku, Uyg'urlar yiliqi Amerikaliklar bir gap bor, ikki odamning fikri o'xshash bo'lsa, bir odamning ahamiyati yo'q deydi. Shuning uchun mushtaq ko'ktatlarda Uyg'urlar jiddiy, keskin bütün ideyalarda basmlarga tovlanish kerak. Ashundaq tovlanganda biz yana bir qatam Sharq Turkiston qurilgan vaqtida quruq qo'l bo'lmaymiz. Biz burunqilarda hech qanday tovlanish yo'q. Birinchi jumhuriyatda hech qanday tovlanish bo'lmayla, nima desa, hal deb ketib yo'qolib ketganmiz. Masalan, tug'liq ishimiz masalanga 82-yilda ishkilimiz Sharq Turkiston universitetining atalmış Şinjan Universitetining matematik fakültesinin o'qituvchisi Amerikaga chiqishdan burun. Biz ingliz imtihon tang keldik Amerikaga. Lekin nurg'un ko'z qarashlarda ishimiz o'ttirib qo'yganda jiddiy bahslardir qilamiz. Voy, bu tug'liq mening og'aynamka, shuninga buning bilan bundaq u yo'q, bizning o'tirmizda unday qat'iy mavjud emas. Shuning uchun men doim deydiganim Uyg'urlarga keskin endi sizning fikringizga endi yaxshi, lekin mandaq demang, ma fikring me'yor bo'lmaydi, qo'shilmayman. Ma'nim deb keskin so'zlashni o'rganish kerak Uyg'urlar. Mushni o'rganmasak, ilq mo'minja bo'lib turaversak, yana bir qatim fursat bo'lsa, yana quruq qilib ketaveramiz. To'g'ri. Nima desa deb ketaveramiz. Ma savolni qo'yganim nayt yaxshi bo'libdi. Bu bir savoldan dedik-ku, hammadan o'xshamagan ko'z qarash o'tirib qashlarga bir-birimizni to'liqlaymiz narsalarni. Xalqlarning ideyasida boshqacha bir fikr borliq keladi. Mush orqali yangi ideya, yangi tafakkur nimalar o'tirg'i chiqdi. Hurmatga asosda, fikrga hurmatga asosda normal suhbat qilsak bo'ldi. Buniki mush programmamizda texnik jiqroq odamlarni ekranga chiqib o'xshash bir nuqtaga o'xshamagan nuqtani fikr qilgan manda bir holatni shakllantirmoqchi. Bo'ldi, shu sen riyosatchining eng cho'ng menimcha nima desa, birinchi xalqlarningki ideyasini imkoniyat va g'idiqlab bir yengilma chiqsa. Ikkinchi xalqlar savol qo'yganda, "Ma savolim qattiq bo'lib ketamdiki" demaysa, qanday qilib mushu savolim bilan mushuni bir joylay deb turib savol qo'ysang bo'ldi. Sening oshining jinini olay deb turib savol qo'ya olsang bo'ldi. Shu vaqtida har qanday narsa ichilib chiqadi. Bundakada savollar. Bu shu muhajirat deymiz, muhajiratda yashayotgan Uyg'urlarning-ku bir eng cho'ng bir ojiz tarafi bor. Xitoyda yurib shuji puji deymiz, mudir-pudirlarning gapini qilib nima qilsa shaydandikin challa o'tasa soqili. Men soqol qo'ya olsam, o'sha soqol bo'lishi mumkin. Ashlarning og'zi qarab, to'g'rida otamni xato deyotam chat. Ma chet elga chiqib, demokratik davlat chiqib, o'zini izlab kelib qoldi ekan shunaqa odamlarni. Men hayron qoldim ba'zida. Shu ba'zi yig'inlarga boraman, o'xshash odamdan 3-4 chiqib oldi. U 3-4 odamni birladam tanlaganda, podsho deb qarvog'an odam tanlagan, shuning hammasi shuning gapi bo'yicha bu bir psixik jihatdan, ruhiy jihatdan aytgan chog'ida bu odamlarni bulg'aydi. Bizning avlodlarimizga bunday narsani nima qilmaslik. Men shaxsan shunda, abay Mavlonmi deb bitdi. Men bir yerlarga borsam, haq bilan qo'shilmaydigan fikrim bo'lsa, "Ey" deyman. Shirkatda men shunda o'tganda Mavlonmi shunda bir gapni qildi-ku, shirkatda birisi agar nima o'zining bir nimasini qilsa, sen fikr bergan chog'da, "Voy" deb shu men seni shu fikr berdi, xatolik topdi deb hayır qilib sana
maaş tölevyaptım. Sen eğer undaq qılamaydigan bolsaň nime ämgitdiň deydi. Bizning şirket kunde bes münazir biz. İşte Kunde bes yerim münazir bizim oturup onu bilmem. kiçik bir nimeler online Mesela bence hem torlarını anlayayım. Mesela Gipanglı bilevettim hemse. Ma gipanglı bilevettim. Miyade Abdullah Qarajım Türkiye'den telefon qıptı. Hazır men Naq meydanga qıtılgısı varkende. Şoşqa gipanglı bilevettim. Ama şu Yaxşı. Qarajım hem dini sahadan çıkmış programımızga bir katılmakçı. Ne Bu buldu? adamın gibi anlap bakayla. Ne buldu? Esselamu aleyküm Abdullah Qarajım. Ve aleyküm esselam rahmetullah mevlanka. Ve aleyküm esselam. Abdurrahimcan. Barlık görülmeli. Hemen Allah'ın güzel Hoş, selamları olsun. telefon qıpsız. Bu programımız üçün hem söz növbeti sizde. Hoş, gep qıling. Esselamu aleyküm mevlanka. Ve aleyküm esselam. Abdurrahim Gani. Barlık kardeşler. Hemen Allah'ın güzel selamları Ve aleyküm esselam. Aleyküm Ben selam, rahmet. İstanbul'dan Abdullah Qarajım Uyguristani. Ben şu Abdurrahimcan'ın Şarkı Türkistan'da turan setip bireyle degan temizga mama qiziqib qolgan temalardan birisi şu. Hem de hozirgi Uyg'urlarning ahvolatimiz, kuchimiz, ahvolatimiz, chet eldagi vatandagi ahvolatimizni biz Uyg'urlar o'zimizga sharhlaymasakmi, ajoyib bilamiz endi. Vatandagi xalqimizning ahvolati hozir Uyg'ur bo'lib tura olamdi, ya'ni 20-30 yil yoki u millat to'liq xitoylashib yo'qolib ketamdi, bunisi bir ehtimollikcha turyapmiz. Chunki Xitoylar eng jiddiy ishlayotgan harakat davlat o'rtaq tilini umumlashtirishda bizning tillarimizni cheklash, Uyg'urcha salom berishlardan tortib to'y to'ykinlargacha cheklashdan Uyg'urlarni yaqinda qonun chiqarib Uyg'urlar to'y qilsa bo'lmaydi deb cheklaydigandek bir turda Xitoylar. Nəhayət vəhşi bizning qizlarimizni Xitoylarga berish, hozir ko'rayotgansa Uyg'ur yigitlarni Xitoydan xotina qilib turibdi. Ya'ni Uyg'urlarning to'y qilishni, Uyg'urlarni to'y qilib qo'ymaydigan qonun chiqarish ehtimoli bor deb turyapti. Nəhayət xatar ahvolda turyapmiz. Şunu chet eldagilar o'zimiz qutuldiramiz deyapmiz vatanni. Endi o'zimiz qutuldirish ehtimoli va tashkilot Xitoy vatanni qutuldirishda yig'lab berish, duo qilib berish, namoyish qilib berish, qarab qo'yash, buning bilan qutuldirg'ili bo'lmaydiganligini hammamiz bilamiz. Allah'a şükürler olsun Suriye'de bizden Uygur'istan Milli Armiyamızın asası şekillendi. Bizim o yerde bir harbi generallarımız var, varlık geldi. Hem de bu harbi generallarımızın, bu harbi koşunumuzun etrafına uyuşturup, harbi koşunumuzun yani vatanimizde kaytırılış uruşu da nasıl işimizde ümit bilimiz hem de vatanimizi kaytırıp alışta. Bu şu vakitte mi? Mesela Abdurrahimcan'ın oturup koygan mesela bir ham xiyal deyli. Bu ham xiyal ne? Chet elde birer teşkilat. Mesela Amerika bu ham xiyalni, bu teklifni birish şartı var mı? Belki bunun ihtimali kaçlık buludur? Bu birinci sualı. Hem de ikincisi, biz bu şu Suriye'de yetilgen milli armiye, özümüzün armiye gücümüz bilen Allah'sı Xitaylarını tuncu katın gul kılıp, urup, xeyni asman kılıp, heyyadi güzüp, Allah'sı Xitaylarının bir intikamlarımızı ağaç, vatanimizni azat qilish imkoniyatimizni mi? Yani NATO'daki, Amerika'daki bir devletning şu urushimizni qo'llash, şu urushimizni harbiy qurol yaraq, şu urushni nereden başlash, havodan tashlash degandek, yani Amerika NATO'daki cho'ng davlatlarning qo'llashini qo'lga keltirmay turib boshlash imkoniyatimiz, qurolli kuchlar bilan kurashganmi bu mumkin emaslik holatiga ularni qiladi. Bizning holatimiz musha endi. Endi Amerika NATO'daki bir davlatdan harbiy yordam ilib qurol yaraq himoya vatanimizning urushini o'zimiz boshlash yordamini olaymiz degan vaqtda ma dunyoda siyosat degan bek rahimsizkan, musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, savob bula yoki ishi og'rib yoki bir tuqqandochilik tutib yordam bermaydi ekan. Bularga yordam bersak, buning o'rniga bularning zaminda qanchalik boyligi bor, qanchalik oltini bor, qanchalik nefti bor. Biz musulmonlarga bergan yordamdan o'rnini biz kim qaysi foyda bilan necha hassis bilan tirildirila olamiz degan asosda bizning ularga foyda bergulik narsamiz bo'lsa dunyomiz bizga yordam berdi ekan. Bo'lmasa dunyo anda savob bula ishga g'irib qilib ma'lum bek o'ldirilib ketibdi, bek qirilib ketibdi, bek yiblab ketibdi deb yordam beradigan dunyoning yo'qligini hammamiz bilib tushundik endi yetdik. Shuningdek birinchi imkoniyat Abdurrahimjonning qanchalik bir san ehtimol
İkinci imkaniyet bizning qurolli kuchimizmi, ya'ni Amerika NATO'dek bir davlatning harbiy yordam berish himoyasi, shu vatanimizning boylik, oltin, kumushlarni Abdurimjon degandek 100 yillik, 50 yillik yerimini berish, tam to'xtamlashish, mushu imkoniyat bilan ham harbiy himoyani olib bo'lishi mumkin. Bundan boshqa men harbiy himoya edish imkoniyat bormi, yo'qmi? Mushu ikki savolning javobini olmoqchiman. Rahmat. Unda savolni tushundinglar shundaqqa, qayta tushunmaganman, qayta bir takrorlab. Birincisini degine aldı. Degine mayılık Amerika baylıkını setişindeydi o birincisi. Qaracım birinchi savolni bir desizlar qayta. Birinci sual Abdurimjonning Sharq Turkistonda turib setib beriladigan ehtimoli bo'libdi deyli desak shuni. Masalan, bizning qaysi tashkilotlarimiz, qaysi jamiyatlarimiz mushu taklifni Amerika hukumatiga berish, ya'ni imkoniyat sharoiti bor. Bunun imkoniyati qanchalik? Amerika hukumati bilan qanchalik imkon qaytirdi? Bunun ihtimoli bormi yo'qmi? Birinchi savol. Yaqin to'g'ri. Qurolli urushda Amerika NATO'dan harbiy himoya yordam ilib turib urmasak, bizning kuchimiz haqiqatan ojiz. Bizning qurolli kuch urush, vatanni urush bilan siyosiy qanot ikkisi bir bo'lmaganda mustaqil bo'lish asla mumkin bo'lmaydi ekan. Shuningdek, shu siyosiy qanot bilan qurol kuchimi Ukraina urushini ko'ryapmiz. Ukrainadek bir davlat Rossiya bilan urushiga Yevropa, Amerika oqisatdan harbiy yordam bermaydigan bo'lsa, Ukraina u urushni aylanma davomlashtira olmaydi ekan. Endi biz bu Xitoyga urush echish, vatanimizni ozod qilishga ochilishimizda ham, echib davomlashtira olishimizda ham, shu vatanimizning boyliklari, oltinlari, kumushlari ne bo'ldi, tushundik, savolni tushundik. Savolni. Bu to'g'riliq men qisqacha javob berish qilish baqay. Endi bu mening ko'z qarashimcha bu hozirgi dunyoning taraqqiyoti, hozirgi shu dunyoning vaziyati, shular bo'yicha aytgan chog'da iqtisod ahvol ham jihatini aytgan chog'da bu Sharq Turkistonningki siyosiy jihatdagi strategik muhimligi u g'arb yordam qiladigan darajaga bormadi. Nima uchun deb aytgan chog'da men azroq deb o'tdim bu yerda. O'ttir Sharq masalasi bor. Nima? Ukraina urushi bor. Lekin Amerikaning Trump yangidan chiqqandan keyin o'zining qandaldi deymiz ham ziminni kengaytma degan mushtaq nimalar bor. Nuqtaliq narsalar hozir mushunga o'yinib qoldi. Masalan, Sharq Turkiston masalasi mushu 4 yildan burun sualni chatnab ketdingiz. Abdulla Qarajim deydi, Sharq Turkistonning qizil bayroqlarini shu Amerika boshqa arab davlatlariga satayli degan bu taklifni tashkilotlar shu Amerika hukumatiga bir suna olamdi degan. Shu undaq narsalarni sunduq. Bizmi sungan, boshqalarmi sungan. Nima deganda shu Amerika hukumatining Sharq Turkiston besindirilgan zimin degan narsani e'tirof qilish degan narsani biz BDT'ga sungan, Amerikaning necha prezidentiga sungan, hozirmi sunayotganlar bor. U yerda vatanni sotimiz degan gapni qilmadi. Bizni qutuldiringlar, biz mushtaq holat qoldik. Shu Amerikadek, shunday Yevropa birlashmasidan shunday cho'ng davlatlarni biz nima so'tchining o'rnida ko'rib arzimizni sungandek ishni qildik. Lekin shu mening hamda mo'ljalchimcha abay degan gapim keldi. Strategik muhimligiga yetmadi. Chunki bu hozirgi bu qalaymiqanchilikda u Sharq Turkiston masalasi bor-ku, texi ularning kun tartibiga kirgan yeri yo'q. Garchi ma yaqinda 1000-chi Xitoy burkutlari deydiganlarni to'plagan bo'lsa-ma, narsa ega bo'lmagandan keyin buni nima qilmaydi. 4 yil jarayonida texmi keyniga biroz surildi bu harakatlar. 4 yildan burun xeyli bir yerga borgan Amerikaning muhim amaldorlari mushu to'g'riliq, hatto shu qonun nimasi bor, qonun loyihasini sunamiz deganlar chiqqandi. Lekin bular to'silib qoldi. Endi yanada shuning kirishloq oldu deb qarayman. Bizning qilgan ishimiz g'arb dunyosida qila oladigan ishimiz birdan-bir to'g'ri ish. Har qanday hukumatga mau bisilgan ziminti bizni shuncha qiryapti. Yahudilarga shuncha ko'ngil bo'lsalar,
Arabistondagi xalqlar shuncha ko'ngil bizga nima uchun ko'ngil bilmaysizlar degan narsani chiqdi. Bu birsi. Yana bir muhim nuqta nima deganda shu g'arb qurolli kuchini ishlatib Xitoy bilan urush qilib bizni ozod qilib beramdi degan yerga kelgan chog'da yana abaqim narsa taqildi. G'arb agar shu Sharq Turkiston ziminining boyligini Xitoylar tortib ketib bordi deb tursa, endi Xitoy kuchayib ketilgan bo'lsa, bizning ishimiz markazlashib bo'ladi. Ya hozir bu timni chatib ketdi. Hozir bu Qarajimning da'vatgan bir lig'iz gapi. Ya ameliyat çekilmedi. Ameliyatta to'liqni degan gapi shu Qarajimning gapininki mazmunni to'liqlatadi. Shu Amerikaga masalan hozir men kiribla Sharq Turkiston olsam boyligini sana bermen desam Amerika hüküm adamlar kiribla meni bar ishchi bilib kirdimi bu 2 rumka deydi. Bununla bizning bir vakillik bo'lib so'zlaydigan bir odam yo'q. Şu teşkilatlar deydi de bu Qarajim teşkilatlar. Hozir bizlarda bir birlik tashkilot yo'q. Aşı ilaqa Rabbimdan tushib ketgandiki Dunyo Uyg'ur tashkiloti shu vaqtida u vaqtida mayt ojiz bo'lsin birlikda. Hozir shuningdek parchalanib ketgan Dunyo Uyg'ur hozir paç Amerika'da neçil bor sürgün hükümetten 4-5 bor. Bu Uyg'urlar uya kirib bir digidek odam yo'q. Uningki to'liqni dedi. Hozir Amerika u yerdagi uyani ilib olsa endi biz uyaning boyligiga bizga berdi degan u Amerikaning kun tartibininki 1001-bitidimi yo'q dedi u. Amerikaning da Amerikalar shu Xitoyni parchalash to'g'ri kelib qolsa bizden paydalanishni o'ylashidi. Uyatga vaqtda uyatga boyliqni olman emas. O boyliq bilan kori yo'q Amerikaning hozir. Dunyo boyliq to'l Amerika olman deydigan ish bo'lsa, uyatga boyliq bilan kori yo'q. Hozir Xitoyni parchalash to'g'ri kelib qolsa, o Amerika u vaqtida bizni izlabdi, biz nima qildi? Biz shu vaqtgacha Uyg'urlarning qilgan ishi eng chong quroli umidni o'zmaslik kerak. Bu bizning qo'limizga eng chong yadro qurol. Ümidni üzmey, qo'limizdan kelgan faoliyatlarni ip ketib boramiz. Qilyotdi, yaxshi. Qilyotdi Amerikaga qarshi necha qonun chiqdi, u qonun u yerga Sharq Turkistonninki azobini azaytmaydi, bag'ansir kuchaytirdi. Xitoy bo'libmi, hozir masalanga Suriya, nurg'un yerlarda ishlar bo'lgandiki, Xitoylar Uyg'urlar bo'lgan qirg'inchilikni shundaq kuchaytib qolmay tilni yo'qotishga o'tdi. Yaqinda menga shu Amerika vatandan kelgan bir odam Üzü köreşmede telefonda sözleşip Xitoylashib ketib ahvolni mushundoq tushan dedi. Men Dunkirkka borsam deydi. Dunkirkka borsam bir jo'zni bir mundaq savdo qilayotgan 6-7 qiyri odamlar ol deganda 65 dan yuqur osh odamlar yiliq og'zi kelmagan Xitoycha bilan bir-birisidan Xitoy so'zlashyotdi deydi. Chunki ommaviy so'rinda Xitoy so'zlaysa deb majburlaydi. Shunchalik bizning Xitoyning azaldan tortib bu Xitoyning bir nishon bor Uyg'urni yo'qotib o'tish kerak. Chunki Uyg'urning aholisi ular uchun hech nima emas. Yo'qotib o'tish kerak. Mevlana Qarajimning savoliga javob beryapmizmi ya? Beryapmiz. Savol shu. Mevlanaga tuturaman, Qarajim ta telefonni bor qo'yapti. Qarajim javobdan mamnun bo'ldimi yo boshqa fikrlar bormi? Ikkinchi harbiyni debdi. Qarajim Ama anlamı ama şikayetlerin cevabını qanday memnun bo'ldimi yo boshqa fikrlar bo'lmasa ikkinchi savol o'tamdiq deydi. Oturib itirazım bardek ya. Xo'sh desizlar ha. Mesela Abdurrahim Gani'nin digini buyunca to'liqdan shu surgun hukumatning birisi vazifa tutgan vazifasi bor. Mesela bir surgun hukumat bir tashkilotning nomidan mushu taklifni Amerika hükümetiga bersak birish ehtimol bormi? Uning bo'lish bo'lmasligi kelajakdagi bir ehtimol. Ammo bu taklifni birlaydigan bir tashkilot bormi yo'qmi? Yo'q, o chunki o tashkilot hech kim bu masalanga sen Sharq Turkistonning olsang, u yerning boyligini sana beramiz degan hech qanday tashkilotning bir normal Uyg'ur odamlarning kallasida bir Uyg'urlarning ichida qabul qilinmaydigan bir narsa. Sharq Turkiston bisivagan zimin bizga yordam qil, bizni ozod qil degan yerga bundaq nimalarni jiqsin deya Amerika Uyg'urlar. To'liqlarning surgun hukumatini surdi, Anvar Yusufning surgun hukumatini surdi, Solih Xudoyorning surgun hukumatini sundi, buni sunayotganlar
Çık, lekin bundaq sen alsan zimininin aşağıdaki baylıqını sana vermen degen bunu anlap buna aşında deysiniz. Ulan ma bir işki romki işçi bilip kirip sözlep atamdı ya azırak işçi bilip kirip sözlep atamdı. O'zimizdan ko'z qarshida hamda da'vatimizda shuni bir qilib boqilgan, sinab boqilgan bir narsa e'lon qilib boqqan bir narsa yo'q. Endi deysiz. Qarajimmi? Menimcha qarajimmi o'liqi. Ikkinchi mana nimaniki Yaponiya degan bir kitob bor. Yaponiyaning ikkinchi dunyo urushi mezgilida Yaponiyaning Sharq Turkiston siyosati deb bir kitobcha. Buni Nur Muqaddas xonim Yaponchadan Uyg'urcha tarjima qilgan kitob bu. Nefis bir kitob. Shu kitobni bir narsa o'qib chiqdim. Osh kitobda Muhammad ibn Bug'ra hazratim bilan shu Mahmud Sijoni Yaponiyaga bag'oqda ko'rishib deb nima qilibdi? Yaponiya hukumat talaqitga. O'sha Yaponiya kuchli-ku ikkinchi dunyo urushida. Bayram qilmasdan oldida. Bizning Sharqdan besvel Xitoylar bizning mustaqilligimiz yordam beringlar bizga. Sharqda mandamda qizilin bayliqlari bor. Biz diplomatiya jihatdan sizlarning gapinglarni anglaymiz. Sharq Turkiston hozir kommunizmniki davomli kemib ketishini oldinib qolgan bir tabiiy to'siq debcha hamda narsanikini. Biz o'qigan bu kitobni. Siz o'qitgan sunibdigan shu narsani. Shuning bizmi shunday bir narsani biz sunib boqsak, u haq sen aroqchilik kirib ketsan demdi, nimadan o'zing ishi. Ya birinchi bu savolingda birinchi kim sunudu? Sungan dedim o sürgün hükümetinin hemimiz sun diye dedim bunu. Birinci. İkinci o vaktdeki vesile Japon Xitay'ın imkan etme Japonya'nın Mongoliyani mustaqil qilmoqchi, Tibetni mustaqil qilmoqchi, Yaponiya shu Sharq Turkistonni mustaqil qilishga avatgan, uningdagi Qinghai Tunganni mustaqil. Bular Xitoyni 5-6 mustaqil davlat qilishga Yaponiya shu vaqtda tuzum tuzgan. Avval seni mayada Amerika, masalan Amerika Xitoyni parçalaşni ümit qiladi. Yilqi masalanga hikmat yilqi Amerika hukumati Siyit Tumturukni akilib aloyitan mishad o'zi akilib suhbatlashdi. Nimishqa basmatlар dünya Uyghur başkanının Siyit Tumturuk akeldi. Çünkü ular biladi Siyit Tumturukninki hazır chiqib ketgan Şirq Sharqqa qurolli qo'shinlar bilan ancha-muncha aloqasi bor. Shuni ko'zda tuta olgan. Şunun bile muşundak bir kuşni aşında terbiyelaydı. Sen hazır kırplı değilsen sunma dedi aslında sunduk dedim bu. Amerika'da ne çıkıdım sundu. Bu hem sundu bizden mustakillik hakimiyeti işgal kılvagan ya biyanın yardım kılınlar bizden hatta kurallı kuşu hem mecet yardım kılında bunda hatlarını nurgunlu sundu. Biz görüşken hatta kongres azaları bilen mi görüşken. Bu hazır Karajmanda sabahdan ikinci so'llarni hazır mavi qurolliq nima to'g'riliq azroq qarajim shunimi o'ttirib qo'yilgan qo'ral beralamdi deganchi. Qarajim ikinci so'l hamsa. İkinci so'l ham Xitoyni parchalash degan ideyaga Amerikaga kelgan bo'lsa, u qurolliq kuchni bir kechida paydo qildi. Bir kechida paydo qildi. Amerika'nın shunchalik qudrati bor davlat bu. O'zinglar ko'ryapsizlar, O'rta Sharqda, Ukrainada hech kimni evatmidi. Iroqni, Afg'onistonni qanchalik vaqtda to'plab bo'lgan odamlarni. Agar Sharq Turkistonni Xitoyni parchalaymiz deydigan bo'lsa, Sharq Turkistonni birinchi nimasi bo'lib ishiltidi deb qarayman. Chunki Sharq Turkiston xalqi degan asosan nihoyatda bir xil tayyor bo'lib qolgan Partlash tayyor bo'lgan haq bu. Tayyor bo'lgan. Qurolni akaganingizda men mana mustaqillikni so'rab borman. Agar birsi shunday qilgan bo'lsa, men mushunchilik dey. Men borman ishni. Yuguramayman. Men shuna bir irodani beryapti. Lekin bir kechida gapni anglab qo'yinglar. Bir kechida tayyor qilib beradi Amerika. Qo'sh qarajimda men bo'ldimmi? Mavlon deb o'tgan. So'ragan savol bormi? Tamam bo'ldi yetarli. Bo'ldi baqilamsa rahmat. Yani abimca ama başkalarının sualları olsa men bir fikrim var ya da böyle. Muşta ekranda üçümüzle tanışıyordumuz. Bir amal kılıp şu köpçülik muştan ağırlaştırgan bir şarayetini yarataylı. Mesela oçuk mu hazır, oçuk emas mı okumadım. Telefon numarasını sepip koyup her qanday adam fikir kılsa fikir beremdi. Meyli qanday göz qaraşlı olsun. Şoş endi qo'ysa andekin bir munozara buni ayrimchilarga bilim degan bo'ldi. To'g'ri, endi dediqqa endi o'tgandimi ikkalan telefon qildi, birga yana telefon qildi. Bundan keyin har qanday qadam telefon qilib qolsa, naq maydonga, hemen numaramni yozib qo'y bu qatimda. Naq maydonga mayli videolar qatnashsin bo'ladi yoki telefon qatnashsin bo'ladi, qatnashga chiqmay avval o'ziniki ism familiyasini qayerda urayotganligini deb
o'zining erkin fikrini bayon qilsa bo'ladi. Ashtaqlar bundan keyin suhbatlarni texnik bo'lsa kerak, texnik jiqroq adam kirib, ma'lum bir nuqtani o'xshamagan nuqtadan kuzatib o'zining fikrini bayon qilib qolsa, bu xalqimiz uchun foydali deb qarayman. Shunday o'zimizning Qarajim rahmat. Unda qolsa ikra oldi qarindoshlar bugungi program biroz uzrab qolib qoldi. To'g'ri tushuninglar. Sizlarga va Mavlanka to'g'rilikka ishkilangan ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi suhbatimiz mishagich bo'lsin. Yana boshqa yangi temalarda, yana pat orada yana suhbatlarni o'rlashtiramiz. Hammanglarga Allohga omonat, salomat bo'linglar. Sizga rahmat. Oldu, xo'sh. Xo'sh. Chiqib ketdi hamsi.